bugungi efirda sizni boy qiladigan, sizni reytingingizni ko'taradigan, sizni o'zingizni, biznesingizni yaratishga yordam beradigan informatsiyalarni berishga tayyormiz. Demak, agar sizga ovoz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, men yaxshi ko'rinayotgan bo'lsam, efirda slayd, prezentatsiyalar sizlarda yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, efirni boshlaymiz. Agar kimgadir YouTube ishlamayotgan bo'lsa, VPN orqali kirishga harakat qilib ko'ring. Demak, siz bilan bugungi jonli efirni portlatamiz. Reaksiyalar qoldirishni, yaxshi odzivlar, o'quvchilarimiz oralaringizda bo'lishi mumkin. Natijalar sizdan mana shu bugungi berayotgan informatsiyalarimiz haqida yaxshi fikrlaringizni kutib qolaman. Qani boshladik. Undan oldin aytmoqchimanki, siz shunchaki bizni kuzatib turib, nafaqat informatsiyalar, kerakli ma'lumotlar olasiz. Bugun juda ham ko'pchilik tayyorlab qo'ygan surprizlarimiz va oxirida sizni qiziqtirgan savollarga javob beraman. Albatta, efirni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga o'zi javob topasiz. Va yana qolib ketganlariga men kommentda har birini o'qiyman va savollaringizga javob beraman. Albatta, undan oldin aytaman, mana bu pastda, prezentatsiya pastida bizni Telegram kanalimiz silkasi berilgan. Bizni yangidan kirib kuzatayotganlar, hali Telegram kanalimizga obuna bo'lmaganlar, albatta Javlonbek Munisa deb yozsangiz Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Siz bilan biz kunlik informatsiyalarni, kunlik natijalarni va kunlik sizga yetkazib berishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni mana shu Telegram kanalda bo'lishib boramiz. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Demak, ketdik. Qisqacha o'zimiz haqimizda yangi kirganlarga, yangi obunachilarimizga tanishtirib o'tmoqchiman. Javlonbek Normuratov va ya'ni men Munisa Normuratova marketplace'larda 6 yillik tajribali ekspertlarimiz va marketplace menejerimiz. Marketolog, ekonomist, Azon, Wildberries Uzumda 2000 dan oshiq o'quvchilarni ustozimiz shu paytgacha. Moliyaviy savodxonman, content menejeriman, SMA menejeri va ikkalamiz ham studentlarimiz. Mana shu bizneslarimiz, o'quvchilarimizni natijaga chiqarish uchun harakat, oilamiz, kelinman, onaman va turmush o'rtog'man. Bunga plyus hozirda Allohga shukrki, studentman. Studentlik martabasiga loyiq bo'ldik, lekin bu hali kam. Hali kam. Har doim inson o'ziga bu hali kam deb motivatsiya beradigan bo'lsa, harakatdan to'xtamasa, siz yana cho'qqalarni zabt etaverasiz. Har doim bir so'zni unutmang. Nima qilgan taqdiringizda, har kuni yangilik qilgan taqdiringizda ham bu hali kam deb o'zingizga motivatsiya bering. Shunda yuksalishda davom etasiz. Demak, biz bilan qisqacha tanishgan bo'lsangiz, endi sizga berayotgan informatsiyalarimizga o'tamiz. O'zbekistondan Azon berayotgan imkoniyatlar qanaqa? Bugungi mavzuyimiz Azon platformasiga, ya'ni Rossiyaning eng katta marketplace'laridan biri Azon platformasiga O'zbekistondan turib, O'zbekistonda yashab, O'zbekiston yatitisi bilan qanaqa kirish kerak, qanaqa biznes boshlash kerak, mana shuni gaplashamiz. To'laqonli batafsil ma'lumot beraman. Xohlasangiz ruchka, daftar olib oling va berayotgan informatsiyalarimizni yozib oling. Siz O'zbekistondan turib Azon platformasiga qanaqa yo'llar bilan daromad qilishingiz mumkin? Juda ham yo'llar ko'p. Marketplace'larda pul topish, ya'ni daromad qilishning usullari juda ham ko'p. Hozirgi kunda infografika yasash shu darajada sellerlar ko'payaptiki, Uzum marketning o'ziga ham infografikaga ko'pchilik muhtoj. Ya'ni yoshi katta insonlarimiz montaj ishlarini tushunishmaydi, rasmga olish ishlarini tushunishmaydi yoki o'zlarida kачествосini zo'r qilib beradigan telefon yoki kamera yo'qligi uchun sellerlar muhtoj infografikalar yasatishga, kontentlarni tayyorlatishga, o'sha savdom bo'lsa, yaxshi bo'lsa bo'ldi. Menejer ishlataman deb menejer yollatishga yokida kimnidir tovarini upakovka qilib beraman deb oddiy uyga bitta xonachani zayn qilib qo'yib upakovka orqali pul topayotgan insonlar bor. Marketplace faqat sizga sotish orqali daromad bermaydi. Marketplace'ni agar sirlarini bilsangiz, ichki sistemasini bilib olsangiz, tushunib olsangiz, siz o'zingizni o'sha bilgan bilimiz bilan, harakatlaringiz bilan istalgan tomonidan pul topsangiz bo'ladi. Siz o'ylaysiz, ne только sotamiz, ya'ni Azon marketplace'ida, Wildberries, Yandex, Uzum marketda. Hattoki men o'zim shaxsan kontentlarni yaratib berib pul topganman. Hozirda vaqtimiz yo'q, to'g'ri, o'sha infografika yasaganlarga beramiz. Lekin sotish bilan birgalikda men qo'shimcha uyda o'tirib, farzandlarim bilan gazga ovqatimni ilib qo'yib, kontentlarni yaratib berib, infografikalarni yasab berib, o'quvchilarni o'sha yana qo'shimcha daromad qilganman, yangi boshlatgan paytda. Hozir bunaqa imkoniyat juda ham ko'p. Azon platformasida ayniqsa yangidan kirib bordi. Wildberries'ga nisbatan reklamalarini kuchli berganligi evaziga ham uje shunday kirib borganidan O'zbekistondan talab o'ta darajada yuqori bo'ldi. Ya'ni Rossiyada yurganlar, sizni ipingizdan foydalanadiganlar bor. Albatta, Rossiyadan turib ham kirish imkoniyatlari juda ham ko'p. Azon O'zbekistonga kirib borishi bilan O'zbekistondagilarning talabi yana ham ortdi. Keling, bugun sizga Azon platformasidagi imkoniyatlar orqali pul topish mumkin bo'lgan yo'llarni gaplashamiz. Birinchisi PVZ ochish. Men shu narsaga ko'proq to'xtalib o'tmoqchiman. Nimaga? Chunki ko'pchilik menga murojaat qiladiki, "Munisa, men PVZ ochsam, Azon menga pul berar ekan." Yo'q, men sizga bu haqida bugun batafsil ma'lumot beraman. PVZ ochib daromad qilaman deb xom xayolda yurganlarga men bugun aniq tushuncha beraman. Ikkinchisi sotuvchi bo'lish. Ya'ni xuddi bizdek siz
onlayn platformada sotuvchi sifatida daromad qilishingiz mumkin. Har birini hozir aytib o'taman va har biriga alohida to'xtalib urg'u berib o'taman va siz keyin aniq bilasiz. O'zbekistondan boshlashingiz kerakmi Azonni, Rossiyadan boshlashingiz kerakmi, Azonda nima qilib pul topishingiz kerak, uje siz aniq bilib olasiz. Keyingisi kontent ortidan pul ishlash. Infografika, video orqali daromad qilish. Keyingisi fulfillment orqali daromad qilish va oxirida menejer bo'lib daromad qilish. Siz agar bilimingiz yetarli bo'lsa, keyinchalik kurs ochib ham o'quvchilarni yoningizga olishingiz mumkin, shogirdlar tayyorlashingiz mumkin. Undan oldin, oxirida men kursni aytyapman, undan oldin siz o'zingiz ustida ishlashingiz kerak. Yillar davomida bilim to'plashingiz kerak. Kimgadir bilim berishdan oldin sizda hammasi bo'lishi kerak. Siz yangilanishlarga tayyor turgan bo'lishingiz kerak. Mana yana bir pul topish usuli Azon orqali. Keling, mana shu PVZ ochish bo'yicha men to'xtalib o'taman. Ko'pchilik menga murojaat qilyapti. Munisipa, punkt выдачи ochish uchun Azon bizga 81 million so'm pul berar ekan. Azon sizga 81 million pulni qo'lingizga naqd qilib ketirib bermaydi. Ya'ni mana senga 81 million so'm, mana shu pulni olasan-da, sen punkt выдачи ochasan, arenda olasan degan narsa yo'q bu yerda. Ko'pchilik tushunmaydiganlar shunaqa murojaat bilan kelishadi. Har biriga men batafsil tushuntirish uchun vaqt ketadi. Yo'q, mumkin emas, shoshilmanglar yoki o'sha poddershkasi bilan gaplashinglar deyman. Punkt выдачи qanaqa ochish kerak? Azon punkt выдачи ochishingiz uchun sizga qanaqa условияларni beradi? Siz nima qilib berishingiz kerak? O'sha 81 million sizga pul to'lab beryaptimi? Siz uni qanaqa oqlashingiz kerak? To'lab berasizmi? Ishlab berasizmi? Bilasiz, hech kim sizga 1000 so'm pulni ham shunchaki bermaydi. Siz u uchun harakat qilishingiz kerak, nimadir qilishingiz kerak. Azon platformasi har doim reklamani zo'r beradi. Reklama kuchliligi evaziga ham Azonda sotuv kuchli. Shunaqa o'sha nimalar beradiki, ko'chalarning o'rtasida reklamalar beradi, katta-katta aksiyalar e'lon qiladi. Hozir Rossiyani o'zidagilar aqlli insonlar uyda o'tirib zakaz qiladi. Azon platformasi, Wildberries platformasidan. Azonga nisbatan Wildberriesda konkurensiya yuqori. Azonda hozir kiyim-kechaklarga urg'u ko'proq berilganligi uchun hozir kiyim-kechaklarning ham savdosi yaxshi. Uyda o'tirib, ishda o'tirib zakaz berib qo'yishadi. Eshigingiz tagigacha bokslar o'rnatilgan hozir Azonni, не только punkt выдачалari. O'sha bitta odam o'tirib sizga tovarni tarqatadigan bokslar o'rnatilgan, boksga kelib tovarni kuryer joylashtirib ketadi, покупатель chiqib tovarni oladi, и всё, bo'ldi. Hech qayerga chiqmaydi, hech qayerga borib vaqtini yo'qotmaydi. Xo'p. Endi PVZni qanaqa ochamiz? Sizga Azon 81 million pulni qanday beradi? Agar siz PVZ ochmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda Azondan sizni xabaringiz bo'lishi kerak. Ya'ni siz PVZ ochyapsiz, sizga Azon qancha komissiyasini beradi, sizdan nimani oladi, sotilgan tovardan qancha komissiya oladi, qayerdan ochishingiz kerak, bu narsalarni bilishingiz uchun siz Azondan ozgina xabaringiz bo'lishi kerak. Azonga PVZni kimlar ochadi? Azonga seller bo'lib oldin kirganlar ochadi. Agar siz Azonga seller emasmisiz, Azon ichida oldin bo'lmaganmisiz, siz demak punkt выдачи ochishga ham qiynalasiz. Azon ichiga bo'lishingiz kerak. Dastavkalari qanaqa boradi, punkt выдачиga qanaqa boradi, punkt выдачи nechadan nechagacha ishlaydi, qachon yopilishi mumkin. O'zi umuman olganingizda, agar siz PVZ ochadigan bo'lsangiz, PVZ har kuni ishlaydi, har kuni. Unda bir kun ham выходной bo'lishi kerak emas. Dushanbadan yakshanbagacha siz 9 dan 9 gacha PVZda bo'lishingiz kerak. Bu birinchisi. 81 million so'm sizga Azon beradi. To'g'ri, bu sizni juda ham yengil, nima deydi, og'ir tomonlaringiz ozgina ko'taradi. Sizga yengillik beradi. Uni shartlari qanaqa? Azondan siz PVZ ochishingiz uchun bilim olasiz. Azon ichiga kirasiz oldin, sotib ko'rasiz. Sotgan tovaringizni Azon PVZ orqali necha kunda покупатель yetkazib beryapti. Покупатель agar возврат qiladigan bo'lsa, sizga necha kunda yetib kelyapti? Qanaqa yetib kelyapti? Azondagi sotgan tovaringiz punkt выдачада yo'qolsa, punkt выдачalar sizga nima qilib beradi, nima to'lov beradi, nimani to'lab beradi? Mana shu narsalarni siz oldin Azonda sotuvchi bo'lib kirib, sotuvni yo'lga qo'yib, ozgina tajriba orttirib, tushunib olganingizdan keyin punkt выдачи ochishga kirishasiz. Punkt выдачи ochish uchun Azon poddershkasi bilan bog'lanasiz. Ya'ni sizda ishonchingiz komil. Har kuni o'tira olasiz, Azon punkt выдачасini ishlata olasiz, sotuvchisiz, tushunasiz, sizdan qancha komissiya olishini bilasiz. O'sha punkt выдачи ochish uchun poddershkasi bilan gaplashasiz. Poddershka sizga hammasi haqida ma'lumot beradi. Albatta rus tilida. Ya'ni siz tushunishingiz kerak o'qib chiqib. Sizga 81 million so'mni birdan naqd bermaydi. Siz oldin arenda olasiz. Arendaga hamma narsalarini o'sha joylashtirasiz. Azonning logolari bor o'zini. Azon o'zi ham sotadi bu narsani, logolarini. O'sha qanaqa rang bilan bezashingiz kerak, o'zi ham tavsiya beradi. Pulga.
Siz begonadan sotib olsangiz ham pulga sotib olib bezatasiz, remont qilsangiz ham siz o'sha pulga remont qilasiz. Arendangiz o'zizni joyingiz bo'lsa, plyus agar arenda qayerdandir arenda olib boshlayotgan bo'lsangiz, arenda to'lovini oldindan to'lab o'sha boshlaysiz. Azon sizga ungacha pul bermaydi. Siz o'zingizni yoningizdan ochasiz buni. Keyin Azon bilan shartnoma tuzildimi, sizga Azon aytadi: "Sen oyiga 300 ming rubl оборот qilsang, punkt VDC orqali men senga 6 oy 81 millionni taqsimlab beraman." Ya'ni o'sha 81 million 6 ga bo'linadi. Birinchi oy siz 300 ming rubl, ya'ni O'zbekiston so'miga bu qancha bo'ladi 300 ming rubl hozir? 600-700 dollar bo'ladimi? Qancha bo'ladi? 30 million bo'ladimi agar 10 mingdan oladigan bo'lsak? Mana shu 30 million siz оборот qilsangiz, o'sha bir oyda, ya'ni 5 minglik tovar tushdimi, 300 ming rubl оборот qilishingiz kerak. 5 ming sizda o'sha hisobingizda bor. Yana 5 ming tushdimi, demak siz 10 minglik оборот qildingiz. Sizga 300 minglik zakaz оборот bo'ldimi, sizga Azon 81 millionni 6 dan birini to'lab beradi bir oyda. Keyingi oyda ham agar 300 million оборот qiladigan bo'lsangiz, ikkinchi qismini to'lab beradi. Agar ikkinchi oyda siz 300 ming rubldan kam оборот qiladigan bo'lsangiz, Azon sizga hech qanaqa so'm ikkinchi qismini bermaydi-da. Sizni o'zingizni komissiyangizni berib, ya'ni har bitta sotilgan tovardan, оборот qilingan tovardan 5% или 6% oladigan bo'lsangiz, sizni o'sha 5%ingizni beradi, qolgan summa Azon olinadi. Siz ishlaganingiz, punkt VDC ochganingiz, har bitta tovardan 5% dan foyda olishingizga qoladi. Ikkinchi qismi berilmaydi, qachonki 300 ming rubldan oshiq оборот qilmasangiz. Uchinchi oyda siz yana 300 ming rubldan oshiq оборот qildingizmi, sizga o'sha 6 dan ikkinchi qismini beradi. Va siz bu 6 qismni o'sha 6 oyga bo'lib beradi. Оборот qilishingiz kerak, 300 minggacha tushirishingiz kerak emas. Ya'ni o'sha xushmuomalada ishlashingiz kerak, sharoitlar yaratib qo'yishingiz kerak, o'sha reklamalar boshida berishingiz kerak, kelgan odam sizni kutib qolishi kerak emas. Shu darajada agar siz boshida aktivni bo'lib tursangiz, shu darajada reklamalarni bersangiz, o'sha покупательga sharoitlarni yaratib qo'yadigan bo'lsangiz, покупатель biladi. Men zakaz qilaman, hozir punkt VDCni olib kelaman. Kiyib ko'rishga shunaqa zo'r joylari bor. Kiyib ko'raman, hech kim xalaqit qilmaydi. Vazvat bo'lsa, vazvat qilib yuboraman. Men eng qulay bilaman punkt VDCdan olishdi deydi-da, Azonda zakaz qiladi, sizni belgilaydi. Ya'ni sizni PVZingizni belgilaydi, sizga borib zakaz tushadi. O'sha sizga daromad ko'payaveradi, 300 milliondan oshadi. Va siz 81 million so'm Azon sizga tashlab berdimi, 1 yilgacha punkt VDCni yopishga haqqingiz yo'q. Hech qanaqa bahona bilan punkt VDCni yopmaysiz. Agar siz punkt VDCni yopadigan bo'lsangiz, Azon sizga 81 million so'mni to'liq to'lab bergan bo'lsa ham yoki o'sha yarmini to'lab bergan bo'lsa ham, 2 qismini, 3 qismini to'lab bergan bo'lsa ham, o'sha pulni siz qaytarib berishga majbur bo'lasiz. Va oxirida punkt VDC ochyapsizmi, siz har kuni 9 dan 9 gacha punkt VDCda bo'lishingiz kerak. Yopilishi kerak emas. Orada obed uchun 15-20 minut ja borsa 1 soat yopilishi mumkin obed uchun. Va qolgan paytda siz ishlab turishingiz kerak. Mana shu shartlari bo'ladi orada. Siz 9 dan 9 gacha agar PVZ ishlasa ham, siz soat 8 ga borasiz PVZga. Chunki kelgan zakazlarni 9 bo'lgunicha покупательga yetkazguncha siz sortirovka qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak. 9 ga siz PVZni yopsangiz ham, 10 gacha PVZni ichida bo'lasiz, ertangi kun uchun tayyorgarlik ko'rish uchun. Va men hozir bu narsani nima uchun aytyapman? PVZ orqali siz daromad qilishingiz mumkin. PVZni shunchaki ochib siz minusga ishlamaysiz. Siz yaxshigina daromad qila olasiz. Chunki Azondagi zakazlar hozir juda ham ko'p. Qo'rqmasangiz bo'ladi. Masalan, 300 ming rubl qila olmasam, mayli birinchi oyda qila olmasam, ikkinchi oyda ham qila olmay qolsam-chi, uchinchi oyda ham qolib ketsa-chi degan qo'rquv bo'lishiga hojat yo'q. Chunki Azonni talabi yuqori bo'lganligi uchun punkt VDC bitta odam 7-8 ta punkt VDC ochib tashlayapti hozir. Lekin siz buni tushunishingiz kerak. Boshida Azonni ichida bo'lishingiz kerak, o'rganishingiz kerak va sizga berayotgan shartlariga rozi bo'lishingiz kerak. 1 yilgacha yopmayman, men har kuni bo'laman 9 dan 9 gacha deb siz o'zingizga vazifangiz bo'yningizga olasiz, Azon sizga mana shu 81 million so'mni 6 oyga bo'lib to'lab beradi va siz bunga o'zingizni rivojlantirib olasiz. Hozir men aytayotgan gaplarga ko'pchilik o'ylashi mumkin. Oho, men 1 yil yopmayman, 6 oyga bo'lib beradi, ungacha o'zimdan xarajat qilaman. Agar o'sha xarajatim, nima deydi, daromadim 300 mingga chiqmasa, menga berilayotgan pulni bermaydi deyishingiz mumkin. Lekin boshida siz o'sha 1 yilda qiynalishingiz mumkin. Ya'ni qanday? Boshida o'zingizdan xarajat qilgansiz, kam-kam foyda olayotgan bo'lish, o'zingiz kutgan 500-600 dollar olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin 1 yil, 2 yildan keyin siz o'sha odamga olib qo'yasiz. Chunki sizda o'sha foydangiz ko'proq. Bemalol ishchi yollatib, oyligini berishga qurbingiz yetadi. Siz bitta ishchini yollaysiz, mayli bitta ishchi bir hafta o'tira olmayapti, ikkita ishchi yollaysiz, smeya almashib ishlashi uchun. Bundan kelayotgan foydaga ikkinchi punkt VDC'da ochib qo'yasiz. Faqat boshidagi shartlarini siz to'g'ri bajarib berishingiz kerak.
man aytayotgan punkt VDC ochish orqali biznes qilaman deb o'sha voy 81 million so'mni menga berar ekan, qo'limga berar ekan degan xom xayolda yurganlarga men to'liq informatsiya beryapman. Siz bu xom xayolga uchmang. 81 million so'mni sizga qanaqa berishini men yuqorida aytib o'tdim va sizni qoidalaringiz qanaqa, sizni majburiyatlaringiz qayerda, buni ham aytib o'tdim va oxirida natijasi vo. Man bu narsani boshida qiyinchiliklari bilan, majburiyatlari bilan aytib keldim. Lekin natijasi, agar siz mana shu majburiyatidan o'tsangiz va natijasi super. Natijasi уже 1,5-2 yilda sizda effekt bera boshlaydi. Bor shunaqa investorlar. Men hozir o'zimga kirmoqchiman, Azonga kirmoqchiman, menejer yollamoqchiman, yig'ib qo'ygan pulim bor, nima qilsam ekan deydiganlar uchun bu yaxshi variant. Agar sizni kunlik topadigan pulingiz kunlik ketayotgan bo'lsa, yetkazishga qiynalayotgan bo'lsangiz, punkt VDChga 81 million Azon berayotgan pulga ishonib ochishga harakat qilmang. Yig'ib qo'ygan pulingizga arenda olib, hamma sharoitni qilganingizdan keyin punkt VDC ochasiz, keyin siz Azonga berayotgan imkoniyatlardan foydalanasiz, ozgina o'zingizda qiynaysiz va oxirida natijasi super bo'ladi. Keyin siz birinchi emas, ikkinchi emas, uchinchi, to'rtinchi ochib ketaverasiz. Va punkt VDCni ham siz istagan joydan ocha olmaysiz. O'zini kartasi bor. Masalan, meni oldimda hozir mana shu stulni oldida punkt VDC bo'lsa, men o'zimni oldimda punkt VDC ocha olmayman. Bunga Azon ruxsat bermaydi. Chunki seni yoningda bor, ochilgan. Azon yo'q joyini sizga kartasini ko'rsatadi. Mana shu yerdan borib ochishing mumkin. Ba'zilar aytishadi, uyimni oldida Azon punkt VDCsi bor. Meni uyimni yonginasida o'zimning yerim bor. Punkt VDC ocha olamanmi? O'sha yerimni arendaga bersam, kimdir Azon ochsa, yo'q, mumkin emas. Yo'lni u betida sizni Azon punkt VDCsi bo'lsa-da, yo'lni bu betida sizni o'yingizda yana bitta Azon punkt VDC ochishga Azonni o'zi ruxsat bermaydi. Karta beradi. Kartaga ko'rsatilgan joylarga siz o'sha arenda izlab, arenda joylar topib olsangiz, o'sha yerdan ocha olasiz. Bu Rossiyada ham xuddi shunaqa holat. Hozir Rossiyani o'zida 2,5 millionga yaqin summa beryapti punkt VDC ochish uchun. Unda ham hozir 5 ta 6 ta bitta inson ochib tashlagan punkt VDClarni, ya'ni bitta insonni o'zi 5-6 ta ochib tashlaydi hozir bu yerda. Chunki bu yerda yana ham rivojlangan Azon, o'zlarining iplari bor, imkoniyatlari bor Rossiya fuqarolarini va o'sha bitta punkt VDC ochishdan oldin ular o'zi oldin seller bo'lgan. Azonda sotishgan. Azonda sotib, Azonni punkt VDClarini o'rganib, sotuv orasida tushunib olib, keyin punkt VDC ochishgan. Bitta punkt VDCni minus plus tomonlarini har tomonlama sarhisob qilib, rivojlantirib olib, ikkinchi punkt VDCni bez ошибка, bez nichего ochishgan. Xuddi shunaqa. Men sizga aytayotgan hozirgi biznes, hozir pul topish mumkin bo'lgan imkoniyatlar juda ham zo'r imkoniyatlar. Boshidagi majburiyatlarni bajarib bersangiz, bilimiz bo'lsa, hech qayerga yo'q, bilmagansiz, hech narsani bilmaysiz, Azon degan so'zni eshitib olgansiz, kirmagansiz, sotuvchi emassiz, bilmayapsizmi? Demak, punkt VDC ham ocha olmaysiz. Hamma narsaga bilim, hamma narsaga ko'nikma, hamma narsaga ish jarayonidagi sizni majburiyatlari rol o'ynaydi. Hozir punkt VDC ochishni ham sizga aytayotgan informatsiyalarni hammasini birdan hazm qilishga majbur emassiz. Sizga berayotgan informatsiyalar jarayon davomida sizni tayyorlaydi. Siz o'sha voy, men hozir punkt ochish uchun mamnaq qilishim kerak sanasangiz, o'sha sizda ixlosingiz qaytadi. Shuncha qiyinchiligi bor ekan. Punkt VDC ochish uchun birinchi qadamim nima? Arenda olish. Arendani qayerdan ruxsat beradi Azon? Shuni bilish. Bilib olasiz, topib olasiz, ikkinchi qadamga keyin o'tasiz. To'g'ri, undan oldin reja tuzasiz, hamma narsani plus minus sarhisobini olasiz. Har bir bilim, har bir biznesda agar siz ishni boshlamasdan turib, minuslarini jamlab, minuslarini o'ylaydigan bo'lsangiz, shuncha berayotgan ma'lumotni hazm qila olmayman deb qo'rqadigan bo'lsangiz, siz bu biznesni boshlay olmaysiz. Har bitta ma'lumot, masalan, nafaqat men o'zim ham, ne только siz, men o'zim ham yoki o'sha turmush o'rtog'im ham 6 yillik tajribaga ega bo'lgan bo'lsak ham, bitta berilayotgan bir 2-3 qog'ozli ma'lumotni bittada hazm qila olmaymiz. O'rganamiz, o'qiymiz, amalda sinab ko'ramiz, jarayon bizga o'rgatib boraveradi. Yiqilasiz, qoqilasiz, yiqilgan joyingiz esingizda qolaveradi. Siz ikkinchisiga qo'rqmaysiz, bilasiz, bu etapdan o'tgansiz. Qo'rqib o'tirsangiz, voy xarajat bo'lib qolar ekan, xarajatdan qochadigan bo'lsangiz, hech narsa bo'lmaydi sizda. Ikkinchisi sotuvchi bo'lish. Aytganimdek, PVZ ochishni men birinchiga qo'yganim, juda ham ko'pchilik savol bilan murojaat qilganligi, 81 million so'm pulga ishonganligi uchun men bu mavzuni birinchiga qo'ydim. Ikkinchisi o'zi sotuvchi bo'lish. Albatta, birinchi o'rinda siz sotuvchi bo'lishingiz kerak. Siz bu biznesga qiziqyapsizmi? Siz sotuvchi bo'lishingiz kerak. Fulfillment ham emas, infografika ham emas, to'g'ri qilib bizga qarab qilishingiz mumkin. Agar siz fulfillment ochmoqchi bo'lsangiz, qanaqa bilasiz, Azonga siz upakovka qilib bergan tovarlarni necha puldan olish kerakligini, qanaqa upakovka qilish kerakligini, razmeri qanaqa bo'lish kerak, o'sha uslugasi qanaqa bo'lish kerak, qaysi korobkaga solish kerak, agar mabodo upakovkasi yo'q, to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, Azonga bazrat qilib boradigan bo'lsa, sizga minus bo'ladi. Bu narsalarni ham fulfillment ochmoqchimisiz, infografiya yasamoqchimisiz, pul topmoqchimisiz, Azonni bilishingiz kerak. Azonda bo'lishingiz kerak. Sotuvchi bo'lish eng qulay variant. Nimaga? Men har doim 4 ta marketplace'da sotsak,
Ozon uzumga mazza qilib sotaman. Mazza qilib. Nimaga? Ozonda o'sha koridor ko'p, sotuv ko'p. Qo'ygan bitta tovaringiz agar 1 dona FBSga siz sotuvga chiqarsangiz, 1 dona ertaga zakaz tushadi. Faqat o'sha sotuvga chiqarguncha ham o'zini strategiyalari bor, bilishingiz kerak buni. Uzumda ham xuddi shunaqa. Uzumda nima? Uzumda oson hammasi. Yangi boshlovchilarga ham o'zbek tilida tushunish oson. Ошибкаlarni siz qilsangiz, marketplace bunda aybdor emas. Marketplace ofertasida ham beradi. O'sha hamma ma'lumotlarni ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Siz shunga qarab ish tutishingiz kerak bo'ladi. Bu haqida men hozir jonli efirda batafsil ma'lumot beraman. Agar oramizda sotuvchilar bo'lsa, Ozonda, Uzumda sotuvchilar bo'lsa, bugungi jonli efirdan o'zlarini juda zo'r xatolarni topib olishadi. Agar yangi boshlayman deb turganlar bo'lsa, bitta yo'nalish olib olishadi. Oxirigacha kuzatinglar. Sotuvchi bo'lish eng yaxshi variant, chunki siz Ozon platformasida hamma tovarni 100 ta, 50 ta tovarni olib skladga topshirmasdan ham bir dona tovarda FBS orqali sotuvni yo'lga qo'yib, qo'lingizda tovarlaringiz turib ham sotuvni yo'lga qo'ysangiz bo'ladi FBS orqali. Ya'ni sizda imkoniyat yo'qmi katta summaga 10 ta tovarga yetadigan pulingiz bor. Deylik, agar 20 ming so'mlik tovar olmoqchi bo'lsangiz, 200 ming pulingiz bor. Ha borsin $100 pulingiz bor. $100 pulingizga borasiz, 40 ta 50 ta tovar olib kelasiz, yoningizga qo'yib qo'yasiz. Zakaz tushsa bitta qilib ko'paytirib olasiz. Majburmansiz siz hamma aytayotgan million pulni bitta bir oyda, o'sha bir kirganda topishga. Siz shunaqa niyat qilingki, menga hozir buni foydasi kerak emas. Agar sizga investitsiya kam bo'lsa, men hozir investitsiyam kam, lekin boshlamoqchiman deydiganlarga tavsiya beryapman. Agar sizda investitsiya yuqori bo'lsa, kattaroq summangiz bo'lsa, men boshqacha sizga tushuncha beraman, boshqacha yo'nalish beraman. Sizda investitsiya kammi? Ko'pchilik menga shunaqa murojaat qilishadi. Munisipa, oylikdan oyligicha yashayapmiz, yetmayapti, lekin men biznes qilishim kerak, balalarim uchun fundament biznes yaratishim kerak, qiziqaman deyishadi-da. Shunaqa to'lib turishadi, lekin moliyaviy tomonlama to'g'ri kelmaganligi uchun attang qilib o'tirishadi. $100 pulingiz bormi? Siz 20 ta, 30 ta, 40 ta tovar olib kelasiz, olingizga qo'yib qo'yasiz, bitta sotuvni yo'lga qo'yasiz. Siz foyda kutmang boshida. Siz foyda kutmang, lekin qo'rqmang, siz foydasidan chiqmaysiz. Siz foyda olmasangiz ham sizning o'zingizning tovaringiz keladi baribir. Tovaringizni puli, ya'ni tovaringizni puli keladi. Faqat sekin-sekin o'zidan olib, yana tikib o'zidan olib tajriba olib boraverasiz. Tajribalaringiz kam mablag' bilan bergan sizga tajribalar kattaroq mablag'ga risk qilishga yordam beradi. Men hozir ko'pincha aytadiganlar o'sha kam mablag'im bor, boshlay olmayapman deydiganlarga informatsiya beryapman. Agar sizda $1000, $2000 pulingiz bormi, siz birdan kirmoqchimisiz, riskdan qo'rqmaysiz. Menda investor bor deysizmi? Birdan kirmoqchimisiz? $1000 pulingni davay tik bitta tovarga deymizda, shoshma. Senda $1000 pul bormi? Riskdan qo'rqmaysanmi? Lekin senga biz to'g'ri yo'nalish beramiz. Pulingni taqsimlab kirgizib borasan, shtobi sen minusga kirmasliging uchun yoki bitta tovarga to'xtab qolmasliging uchun. Ana shu ma'lumotlarga ahamiyat berib, bizni etagimizdan tutib, faqat biz bilan nima deydi, orqadan pichoq uradiganlar ham bor oramizda. Faqat bizni etagimizdan tutib, biz aytayotgan informatsiyalar bizdan yordam so'rab, mana shu biznesga kirib olishga harakat qiladiganlar, biz berayotgan podдержка asosida harakat qiladiganlar natijaga albatta chiqadi. Chunki musulmon insonmiz, hech kimning haqqini shunchaki olib yeb yo'q qilib yuboradigan inson emas biz. Menga murojaat qilganlarning ko'pchiligi Munisa qiynalganman yoki kam pulim, qiziqishim bor deyishadi. Bu qiyinchiliklardan o'zimiz o'tganligimiz sababli men qo'limdan kelgancha, turmush o'rtog'im qo'llaridan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Harakat qiling, berayotgan informatsiyalarni amalda qo'llang, qo'rqmang. Sizda bu biznes o'xshaydi. Ne только biznes, boshqalarda ham. Uchinchisi, kontent ortidan pul ishlash. Ya'ni qanaqa kontent? Bu tovar kartochkasini yaratish. Agar siz sotuvchi bo'lishga o'sha qiziqishingiz bor, kam mablag' bilan boshlayapsiz, lekin undan foyda olayotgan foydangizga ko'nglingiz to'lmayapti. Qidiring. Siz o'sha sotuvchi bo'lib kirgansiz, kontent o'zingiz uchun yaratdingiz, sotmoqchi bo'lgan tovaringiz uchun kontent yaratdingiz, sotuvga qo'ydingiz. Siz bilasiz kontent yaratishni. Taklif qiling yon atrofingizdagilarga. Men kontent yarata olaman, shu o'zingizni lичный brendingizni rivojlantiring, Instagram, Telegramlarga. Men shu Ozonda bilaman, kontent yarata olaman, kimgadir pulga qilib bera olaman. Sekin mijoz topasiz. Birdan hech kim sizga yozmaydi, birdan hech kim sizga ishonmaydi. O'zingizni yasagan informatsiyalaringiz, ma'lumotlaringizni internetga joylab borasiz, tarqatasiz. Agar siz xohlasangiz, hamma yo'l bilan hozir internet juda rivojlangan, qilsangiz bo'ladi. Kontent, mana o'zingizning kontentingizni yaratasiz, tovaringizni sotuvga chiqarib qo'yasiz, sotilaveradi. Siz kimnidir kontentini yaratib berasiz. Mayli 10 mingga yaratib bering, mayli 20 mingga yaratib bering. 20 mingga yaratib bersangiz ham, siz Ozonga o'zingizni qilgan xarajatingizni qoplavorasiz. Ana sizda bitta minusiz qoplanadi. 4-inchisi infografika va video orqali daromad qilish. Hozir talab eng yuqori bo'lgan ish. Ishoninglar, mana shu Uzum market O'zbekistonga ochilgandan keyin infografika, video yasayman deydiganlarga shunaqa talab ko'p. Menga nechtasi Munisipa mani silkam, o'quvchilaringiz agar so'rasa, iltimos meni tavsiya qiling deyshadi.
Xo'p deyman, orada o'zim nimadir ishlarim bo'lib qolsa yasab bering deb man testовый tashiyman. Agar ko'nglimga o'tilsa ishlari, o'quvchilarimizga ham tavsiya qilaman. Hattoki o'zimning o'quvchilarim ham Munisa opa, agar kerak bo'lib qolsa mana bundan foydalaning, zo'r yasashar ekan. Ishingiz yoqsa, odamlarni o'zi podelиться qilaveradi. Men bunga yasat, zo'r birdan men yasatuvdim, o'shani rasmi bilan sotuvga zo'r chiqib ketdi, sotuv zo'r bo'lyapti. Siz faqat ishingizni ko'rsatib olgunizcha. Hozir o'zimizda mana rasmxonalar bor, kelin-kuyovlarni rasm tushiradigan joyda ham mana shu marketplace uchun infografika yasab o'tirishibdi. Agar siz mana yigitlarimiz bor orada, hattoki ayollarimiz mobilograflikka qiziqadiganlar bor. Agar siz yaxshi rasm tushira olsangiz, yasa olsangiz, qiziqsangiz, agar hozir bilmasangiz ham uyda o'rganing, qiling. Infografika bilan videoga talab o'ta yuqori. Не только Ozonda, Wildberriesda ham, Uzumda ham, Yandex, hamma marketplace. Hozir marketplace rivojlangan sari infografika ortidan pul topadiganlar juda ham ko'p. Mana shular yaxshigina daromad qilishadi. Hech narsa yo'qotmaydi. Oylik to'lovni agar o'sha montaj qiladigan ilovaga oylik to'lovni bitta to'lab qo'yadi, o'sha uyda o'tirib hammasini yasab tashlaydi. Hattoki o'sha to'lanadigan oylik ilovalarda ham avtomatik tarzda infografika yasab berish, avtomatik tarzda avtomontaj qilib berish joylari bor. Sizga shunday primer ko'rsataman. Masalan, sizda ideya yo'q. Kimnidir tovari keldi sizga, deylik mana shu bakalni kimdir sizga berdi. Iltimos menga infografika qilib bering deb. Siz o'ylab o'tiribsiz, qanaqa tushuntirsam ekan, nima qilsam ekan? O'sha ilovalarda hozir borki, mana shu bakalni sizga bitta namuna ko'rsatib beradi. Mana shunaqa qilsang bo'ladi. Sizda ideya o'ylab o'tirishingizga ham hojat yo'q. Yoki bitta Yandexga poyezd berasiz, bakal uchun infografika. Sizga shunday chiqarib beradi. Hamma narsa internet orqali hozir, hamma narsa. Keyingisi fulfillment orqali daromad qilish. Albatta aytganimdek, siz upakovka qilib berib ham daromad qilsangiz bo'ladi. Hozir o'sha Toshkentni o'zida juda ham talab yuqori mana shu narsaga. Viloyatlardan ham qilsangiz bo'ladi, viloyatlardan sekin-sekin o'zi kengayib boryapti. Lekin Toshkent o'zida juda talab yuqori. Fulfillment o'sha, chunki tovar kelsa ham Xitoydan Toshkentga keladi, olmoqchi bo'lsa ham Toshkentdan oladi. O'sha birdan Toshkent o'zida upakovka qildirib, birdan skladga yuborishni xohlaydi ko'pchilik. Viloyatlarda bo'lsa endi rivojlanyapti. Agar siz viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz, birinchilardan bo'lasiz. Fulfillment degan narsani yo'lga qo'yadigan birinchi inson bo'lasiz. Mayli marketplace uchun fulfillment upakovka qilib bermang. Boshqa o'zini nimalari bor. Masalan, kimdir magazinlari uchun qildirishni xohlaydi, kimdir o'zini ishlab chiqarishlari bor. O'shalar uchun siz sekin-sekin o'zni rivojlantirib olaverasiz. Faqat qo'shimcha ish qilib oling boshida. To'g'ri, boshida asosiy ishingizni tashlamang. Hozir sizga sanab bergan narsalarimni amalda qo'llashingiz uchun ham asosiy ishingizni bo'ldi, voy munisipam aytdilar, mana shuni zo'r daromad qilsa bo'lar ekan, asosiy ishingizni yig'ishtirib bunga kirishib ketmang. Bu siz hozir men sizga aytayotgan narsalar sizni ko'p vaqtingizni oladigan narsa emas. Siz asosiy ishingizdan daromad qilaverasiz, bo'sh vaqtingizda ozgina o'zingiz ustida ishlab rivojlantirib boraverasiz. Oilangizni ham qiziqtirib boraverasiz. To'g'ri, ko'pchilik yosh kattalar bu narsaga ishonmaydi. Yo'q, даже menga chiqadiganlar bo'ldi. Kurs orqali pul ishlashadi, ko'pchilik kurs orqali. Bor shunaqa insonlar. Kurs sotib, o'zi marketplace'da yo'q insonlar kurs orqali pul ishlashadi. Agar sizga har kunlik natijasini tashlab turgan inson bo'lsa, demak u insonning asosiy ishi kurs emas, u insonning asosiy biznesi bu marketplace. Bizda xuddi shunaqa. Biz guruhvoy jamlab olib, hammani o'tkazib, biza kurs sotib, kursga reklama berib, kurs o'qitib pul ishlamaymiz. Biz ortib qolgan vaqtimizda mana shu passiv daromad manbalarimiz bor, o'zi ishlamasak ham kelib turadigan joylarimiz bor. Ortib qolgan vaqtimizda shogird chiqaramiz. Ya'ni o'quvchi o'qitib chiqarmaymiz, shogird chiqaramiz. Shogirdlarning ham 80% o'zini ustida ishlaydiganlar natija bilan chiqib ketadi. 20% oddiy taslim bo'ladiganlar yoki oilaviy sharoiti bilan o'sha ishini majbur tashlab qo'yadiganlar bo'ladi. Xo'p, mana shu aytib o'tgan narsalar orqali O'zbekistondan azon berayotgan imkoniyatlar orqali pul topsangiz bo'ladi. Va hozir O'zbekiston territoriyasida turib, YATT bilan qanday kirsak bo'ladi, qanaqa kirib borish kerak, nimadan boshlash kerak, skladlar bormi degan savollarga ham men keyingi prezentatsiyalarga sizlarga javob beraman. Ungacha bitta suv ichib olaman. Sizga agar qiziq bo'layotgan bo'lsa, informatsiyalar yoqayotgan bo'lsa, kommentga fikringizni yozsangiz, men bitta kommentga qarab yana darsga davom etaman. Xo'p, Munisa opa, katta rahmat, juda ham ajoyib qilib tushuntirib beryapsiz hamma narsani. Rahmat kattakon. Ishoning, men shunaqa hozir ham qizib ketyapman. Bor bo'yicha informatsiya berishga harakat qilaman. Sizni natijaga olib chiqadigan ikkita narsa bor. Har doim har sohada eslab qoling. Birinchisi o'zingizda. Hamma narsa o'zingizga bog'liq. Tashqari odamlarni ham gapi, atmosferani ham qo'yib qo'yib o'zingizga ishonsangiz, ikkinchisi ustozni to'g'ri tanlasangiz. Agar sizda hamma narsa bor, instrumentlar bor, pulus bor, mablag' investorlaringiz bor, lekin ustozni siz to'g'ri tanlamaydigan bo'lsangiz, hamma narsangiz bekor. Mana shu ikkita narsa bilan har doim natijaga chiqa olasiz. O'zingizda bo'lsin, qiziqish bo'lsin, to'xtab qolmasin, riskdan qo'rqish bo'lmasin.
ikkinchisi ustozni saralab sizga bittada yetkazib beradigan odamni toping. Sizga bo'ldi, men senga o'rgataman degan odam emas, sen qilishing kerak degan odam bilan ishlashingiz kerak. Xo'p, kattakon rahmat hammaga. Demak, hammasi zo'r. Keyingi prezentatsiyaga o'tamiz. Azonda bozor qachon to'ladi? Ko'pchilik menga savol beradi. Munisa, biz hozir kirib borsak, o'zi sotuvchilar bor, reyting ko'tarilgan. Men hozir kirib borib, qanaqa qilib sotaman? Bo'lmagan narsa, qanday reyting ko'tarib? Ishoning, o'sha yangi siz hozir kirib boryapsiz. Qanaqa kirib boryapsiz? Sotuvi zo'r bo'lgan, odzivlarni o'zi yig'ib bo'lganlar xuddi sizdek kirib borgan. Ular kirib borayotgan paytda ham reytingi zo'r bo'lgan konkurentlari bo'lgan. Azon, не только Azon, Marketplace hech qachon to'lmaydi. Hech qachon to'lmaydi. Xudo xolasa shunaqa ish ketyapti, to'lmaydigan ish ketyapti. Endi Alloh biladi ertaga nima bo'lishini. Lekin Marketplace'ni sistemalashtirilishi, mana sistemalashtirilgan bu to'lmaydigan qilib. Agar Azon o'sha to'lishga belgi beryaptimi, masalan, hozir bir kun o'zida 1000 ta seller kiryaptimi, Azon bitta tochka yana ochishga majbur. Chunki o'sha talab yuqori. Yana to'planyapti, yana bitta tochka ochadi. Mana nechta skladlar hozir yangi ishga tushayotgan skladlari bor. Katta skladlar. Bitta biz bilan hozir bizani o'zimiz ishlaydigan Bugri skladi, shunaqa katta sklad, aylanib borishda o'ziga qancha vaqt ketadi? Necha mingta odam ishlaydi uning ichiga. Ana shu katta sortirovchi sentrlari bor, skladlari masalan, xuddi shunaqa. Marketplace to'lmaydi. Masalan, Uzum platformasi ham ochildimi? Ochilgan paytda kichkinagina edi, punkt veduvchilar hali kam edi. O'sha talab birdan bosdi talab. Chunki Uzum ham reklamani zo'r berdi. Hamma seller bo'lib kirdi, Uzum tap PVZlarni ochib tashladi. Lekin seller bo'lib kirgan 100% oladigan bo'lsa, 40% qoldi, 60% chiqib ketdi. Nimaga? Chunki Uzum shunaqa reklama berdiki, Uzum mana bo'ldi, kirasan, sotasan. Ko'pchilik uyda o'tirishdida, "Va, hozir kirsam, hozir sotar ekanman. Menga bilim ham kerak emas, o'qishim ham kerak emas ekan. Uzum o'zbek tilida ekan" dedi-da, o'zbilarmonlik bilan shundoq kirganlarni 60% chiqib ketdi. 40% o'ylov bilan, bilimi bilan, bizga o'xshab oldindan bilimi borlar yoki ozgina ustida ishlab, birinchi o'rganib olib, ofertalari bilan tanishib, sistemalar bilan tanishib, ustoz yollaganlarning 40% qoldi. Mana hozir ko'pchilik o'zi tushundi, o'zidan o'zi kirib bo'lmasligini. Biz ham xuddi 5 ta ustozimiz bo'lgan bizani. 5 ta insonda o'qiganmiz bu marketplacelar uchun. Hozir ham izlanyapmiz. Chunki marketplace o'zgaruvchan sistema, bunga moslashish kerak. Moslashishingiz uchun sizda bilim bo'lishi kerak, tushunishingiz kerak. Mana hozir biz endi o'sha 5 ta ustozda o'qidikmi, biz kimgadir bemalol ustoz bo'la olamiz. Chunki bilamiz. Yangi sistemalarni ham bizdan so'rashadi, operatorlardan javob ola olmasdan bizdan tezroq javob olib, o'quvchilar davom ettirishadi. Azon hech qachon to'lmaydi. Agar siz yangidan kirayotgan bo'lsangiz, eskilar bilan qanaqa raqobatlasha olaman deydigan bo'lsangiz, eskilar qanday kirgan bo'lsa, siz ham xuddi shunaqa kirasiz. Azon yangidan PVZ ochayotganlarni ham, yangidan Azonga sotuvchi bo'lib kirayotganlarni ham o'zi poddershka qiladi. Har doim. Novinki bu siz agar tovar joylasangiz, masalan, kirdingiz, yangidan o'tdingiz yoki yangi tovar joyladingiz, novinka deb ko'rsatadi. Novinkalarni yuqoriga chiqaradi, ozgina o'zi ko'tarib beradi. Siz o'sha ko'tarilgan paytdagi reytingni ishlab qolishingiz kerak faqat. Reklamalardan foydalanib, sotuv strategiyalarini bilib, hattoki menga bugun savol keldi, Munisa, biz sotuvni yo'lga qo'ysak, boshida bizda odziv bo'lmaydi. Qanaqa qilib sotuvni yo'lga qo'yamiz? Odziv olishni ham, siz tovarni sotuvga chiqarmasdan turib, odzivlaringizni mana bu yerga tayyorlab qo'yishni ham o'zini strategiyasi bor, o'zini sekreti bor. Ya'ni bu endi shundoq ochib tashladigan sekret emas. Etaplari bor o'zini. Siz hattoki tovar skladga yetib bormasdan turib ham odziv yig'ib qo'ya olasiz. Siz yangiligingizni hech kim bilmaydi, faqat Azon biladi. Azon shundoq sizga tovaringiz novinka deb yozib qo'yadi, yangi seller deb ko'rsatmaydi, yangi tovar deb ko'rsatadi. Sizni yangiligingizni hech kim bilmaydi. Siz sekin-sekin o'sha odziv ko'tarib olaverasiz. Qancha tovarlaringiz o'sha odzivlar ko'payaversa, sotuvlar ko'payaversa, shuncha Azon sizning reytingingizni ko'taraveradi. Sizga kerak emas qo'shimcha millionli reklamalar. O'zini reklamalari bor, faqat foydalanishni bilish kerak. Men boshida aytdim, hozir keladiganlar aytishadiki, Munisa, Moneyplace, Impostat marketplace'lari bor. Mana shu marketplace'larga biz sotib olishga pulimiz yo'q, lekin analiz qilishimiz kerak. Nima tushundingmi? Biz hech qanaqa analiz saytdan foydalanmaganmiz. Nima uchun hozir yangi boshlovchilar faqat fokus, lekin o'sha analiz saytini ishlatishni bilishmaydi o'zlari. Pul sotib olib, lekin nimadir qilishmoqchi. Analiz qilmoqchimisiz? Analiz qilishni bilasizmi? Sizga sayt ilovalar kerak emas. Sizda bilimingiz mana bu yerdagi narsa bo'lishi kerak. Siz bepul ham analiz qila olasiz. Bugun Javlon aka sizga Azon platformasida sotish uchun qanaqa tovar tanlash kerakligini bepul usulini ko'rsatadilar. Bu 10 dan 1 ma'lumot bo'ladi. Mana shu 10 dan 1ini bugun ko'rsatadilar sizga. Hali 9 tasi o'sha bir chetda turibdi. Xo'p, aytganimdek, Azon hech qachon to'lmaydi. Yangidan kirib borayotgan bo'lsangiz, bemalol kira olasiz. Agar sizda bilim bo'lsa, odzivlardan ham qo'rqmaysiz, reytinglardan ham qo'rqmasangiz bo'ladi. O'zi siz bitta kirgandan bittada ko'tarib olsangiz bo'ladi. Faqat tashlab qo'yish kerak emas.
bo'ldi kirdim shu tovar sotilaversin bitta qarab turay qani degan narsa bilan biznes bo'lmaydi. Siz kirdingizmi, tovaringizni sotishga harakat qilishingiz kerak, ushlab o'tirishingiz kerak emas. So'rashingiz kerak, qanaqa sotsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi, nima tovar qo'shsam bo'ladi. Bitta kategoriyani siz oldin o'rganib olib, o'sha kategoriya bo'yicha tovar olib kirdingizmi, yana qo'shing xillarini. Mayli, boshqa tovarga pul ajratmang. O'sha bitta mana shu bakalni siz olib kirmoqchimisiz? Hatto 5 xilini olib kiring. 5 xilini olib kiringda sotuvni yo'lga qo'yavering. Bunga sotuv bo'lguncha boshqa tovar analiz qilavering. Qarab o'tirish kerak emas. Va bu sotilsin qani, sotilarmikan, sotilmayapti-ku. Ikkinchi tovar analiz qilib olib kirsam sotilmasa-chi desangiz o'zi biznes qilolmaysiz. Men tajribalarimizdan olib sizga informatsiya beryapman. Kitobdan emas, internetdan emas. Xo'p, qo'rqmang. Amazon platformasi, Marketplace platformasi hech qachon to'lib qolmaydi. Qachon bo'lsa ham sizda o'zingizda o'rningiz bor. Har doim kirasiz. Siz bitta narsani aytmoqchiman. Agar Amazon platformasida sotuvchilarni siz 100% hamma sotuvchilarni 100% oladigan bo'lsangiz, hammasini men bitta kategoriya bo'yicha aytmayapman. Hammasini 100% oladigan bo'lsangiz, haqiqiy konkurent sizga 40%. 60% odam prosta joyini egallab turgan sotuvchi hisoblanadi. 60%. Masalan, siz hozir Amazonga bitta magazin ochsangiz bo'ldi, sizda уже bitta o'rningiz to'ldi. Amazonda sizda bitta o'rningiz bor. Xuddi shunaqa, ishni boshlamasdan tashlab ketadiganlar, boshlab qo'yib nimadir qilish kerak qarab o'tiradiganlar. Mana shu Marketplace platformasida 40% sizga haqiqiy konkurent. Siz vo kirsam 1000 ta shu tovardan bor ekan, men 1001-chi bo'lib kirar ekanman, sota olar ekanman deb o'ylamang. 1000 ta tovarda 400 tasi sizga konkurenti bo'laveradi. 600 tasi yo'q. Prosta joyi bor, o'zi ko'rinib turgan tovar hisoblanadi. Shuning uchun ham Amazon platformasi hech qachon sellerlar uchun to'lmaydi. Tovarlarni hali ham to'lmaydi. Bitta tovarda millionta inson olib kirsa ham to'lmaydi. Xo'p, keyingi slaydimiz Amazonga Rossiyadan kirish qulaymi yoki O'zbekistondan? Sizlar nima deb o'ylaysiz? Kommentga fikrlaringizni bilmoqchiman. Amazonga Rossiyadan kirgan qulaymi yoki O'zbekistondan? Hozir 2025-yil. Kommentda albatta meni fikrlaringiz qiziq. Yozinglar. Amazon platformasi 2025-yilda Rossiyadan kirish qulaymi yoki O'zbekistonda? Men sizlarga hozir ikkalasini ham plyus minus tomonlarini aytib o'taman. Xo'p, rahmat berayotgan bilimlaringiz uchun rahmat sizlarga ham. Rossiyadan sizdan bilim olishni niyat qilganman. Rahmat kattakon ishdan. Rossiyada bo'lsa kerak. Menimcha Rossiyadan siz ayting. Xo'p. Keling, bo'lmasa ko'pchilik Rossiyadan kirish qulaydir ekan. Masalan, Uzum platformasiga qayerdan kirish qulay? O'zbekistondanmi, Rossiyadan? Albatta O'zbekistondan. Chunki Uzum O'zbekistonniki. O'zbekistondasiz. Bir qadam sizga borishingiz, lekin biz Rossiyadan turib boshlayapmiz. Chunki bizda bilim bor, biz bilamiz qanaqa ishlash kerakligini, lekin biz Rossiyadan turib boshlayapmiz. Demak, Amazon platformasi ham xuddi shunaqa. Amazon Rossiyaniki, Rossiyadan kirish O'zbekistonga nisbatan osonroq, qulayroq, lekin yo'lini qilsangiz, sizda bilim bo'lsa, siz O'zbekistondan turib biznesni Rossiyadan bajara olasiz. Rossiyadagi biznesni O'zbekistondan turib bajara olasiz. Bu qanaqa bo'ladi? Keling, men sizga mana shuni plyus minus tomonlarini aytib o'taman. Amazon platformasi Belarusiyada, Qozog'istonda, mana O'zbekistonda, Rossiyaning o'zida eng katta rivojlangan platformalar hisoblanadi. Xo'p, qaysi biri qulay sizga? Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, yangidan boshlayotgan bo'lsangiz, men O'zbekistonni birinchi aytaman. Xo'p, keling, mayli Rossiyani o'zini aytaman. Rossiyada bo'lsangiz, sizda birinchi navbatda qulaylik tomon, agar sizda EP bo'lsa, ya'ni grajdanstvo yoki RVP bo'lsa va registratsiyangiz doimiy bo'ladigan bo'lsa, siz EP ocha olasiz. O'zingizda EP ocha olsangiz, o'zingiz Rossiyada bo'lsangiz yoki o'zingizda grajdantstvoingiz bor Rossiyada, lekin O'zbekistonda emas, Rossiyada emassiz, boshqa joydasiz. Rossiyaga qachon bo'lsa ham kelib, Rossiyadan bemalol kirsangiz bo'ladi. Bu birinchi imkoniyat. 80% insonda bunaqa imkoniyat yo'q. Ya'ni o'zida EP ochish imkoni yo'q. Qanaqa qilsa bo'ladi? Ikkinchisi, bu bizning EPdan foydalanib kirsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha bizda EPimiz Amazonga bitta EPdan ko'pchilik kirsa bo'ladi. Masalan, Wildberriesga bitta EPdan bir kishi kiradi. Boshqa hech kim kira olmaydi. O'zimizni Wildberriesda ishlatadigan EPimizni biz boshqa даже o'quvchimiz bo'lsa ham Wildberries uchun bera olmaymiz. Chunki Wildberries bunga ruxsat bermaydi. Lekin Amazonda bitta EPdan ko'pchilik foydalana oladi. Masalan, o'qimoqchi bo'lsangiz, bizni EP orqali O'zbekistonda bo'lsangiz ham, Rossiyada bo'lsangiz ham boshqarsangiz bo'ladi. Chunki bizni fulfillment xizmatlarimiz bor. O'zbekistonda turibsiz tovarlarni yuboradigan bo'lsangiz ham yoki O'zbekistondan turib Rossiyani o'zidan tovar tanlasangiz ham, siz uchun zakaz qilib, upakovka qilib topshirib berishadi. Siz qolgan ishni O'zbekistonni o'zida o'tirib bajarasiz, notebook orqali bajarasiz. Bu ikkinchi variant, bizni IP orqali bajarishingiz mumkin. Va qulayliklari qanaqa? Agar Rossiyada bo'lsangiz, yangi Amazon O'zbekistonga yangi bo'lganligi uchun Amazonga sotuv hozircha kamroq, lekin plyus tomoni ko'proq O'zbekistonga hozir aytaman. Siz Rossiyada bo'lsangiz, Amazonga kirsangiz, sizga juda ham yaxshi zakaz tusha oladi. Belorussiyadan, Qozog'istondan tushadi zakaz.
ularga yetkazib berish unaqa ko'p vaqt ko'rsatmaydi, logistikasini uzoq ko'rsatmaydi. Zakaz ko'proq Rossiyadan kiradigan bo'lsangiz yoki O'zbekistonda bo'lib, bizni IPO orqali Rossiyada boshlaydigan bo'lsangiz, sizga zakaz ko'proq tushadi. Chunki sizning tovarlaringiz Rossiyada. Rossiyani o'zida zakaz tushgan joyga bir kunga yetkazib beraveradi. O'zbekistonda bo'lsangiz ham bizni IPO orqali Rossiyani o'zida Rossiyani skladiga tovar topshirsangiz, sizda zakaz zo'r bo'ladi. Rossiyada bo'lib ham, mana shu Rossiyani o'zida boshlasangiz ham million zakazlar bo'ladi. Sotishni bilishingiz kerak. O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsangiz, hozir O'zbekistonda yangi ochildi. O'zbekiston YATTisi bilan ro'yxatdan o'tishga ruxsat berildi. FBOS sistemasi hozircha ishga tushgani yo'q. Bitta sortirovочный sentr bor Toshkentda. Xudo xolasa 2025-yil oxirigacha katta skladlar FBO bilan ishga tushadi. O'zim boshida FBO bilan ishga tushgan bo'lsa, Azon FBS bilan ishga tushdi. Ya'ni nima? FBS Fulfillment by Seller. Sizni tovaringiz qo'lingizda turadi. Tovar kartochkasini yaratasiz, sonini ko'rsatasiz, sotuvga chiqarib olasiz. O'zbekiston territoriyasidan zakaz tushadi, o'sha punkt vedechiga topshirasiz. Hozir punkt vedechilari ko'p Azonni. Punkt vedechiga topshirasiz, o'zi yetkazib beraveradi. Qaytsa ham o'sha punkt vedechiga qaytib kelaveradi. Rossiyadan agar 15 kun, 10 kun dastavkasini ko'rsatadi, O'zbekistondan Rossiyaga biror kim zakaz qilsa tovaringizni 15 kunda keladi deydi. Agar mayli 15 kunga kelsa ham, shu tovardan boshqa hech kimda topa olmadim, shunga topdim, mayli kelaversin desa, sizni tovaringiz O'zbekistonda turgan bo'lsa ham, Rossiyadan zakaz tushadi. 15 kunga dastavka yetib boradi. Yetib borgandan keyin sizga puli tashlab beriladi. Sizga eng katta plyus tomoni O'zbekistondan kirishni. Siz yangilardan bo'lib kirasiz, birinchilardan bo'lib kirasiz. Mana o'zim ochilgan paytda o'sha biza birinchilardan bo'lib kirib bordik. Hozir eski sellerlardan biz, reytingimiz baland eski sellerlardan biz. Yangidan kirayotganlar sekin-sekin reytingini ko'taryapti. Agar siz Azon platformasiga mayli FBSda bo'lsa ham sotaman, bitta bo'lsa ham sotaman deb sotuvni yo'lga qo'yaman desangiz, o'sha FBOda emas, kam zakaz bilan ko'tarib olaman deydigan bo'lsangiz, siz birinchilardan bo'lib kirasiz, eski sellerlar qatorida bo'lasiz, keyin qolganlar kira boshlagan paytda. Xudo xolasa sklad ochilgandan keyin tovarlaringizni Toshkent skladiga upakovka qilib, hali qayerga ochiladi sklad noma'lum. Toshkentga ham ochilishi mumkin, Andijonga ham ochilishi mumkin, Samarqandga ham ochilishi mumkin. Chunki Azonda investitsiya yuqori. Ular qo'rqmasdan skladlar uchun pul ajrata oladi. Skladga aytib topshirib, savdoni yo'lga qo'ya olasiz. Boshidagi plyus tomoni mana shu. Hozir agar siz O'zbekistondan turib, bizning IP bilan Rossiyadan kirsangiz, birdan sotuvda, birdan chiqib ketaverasiz sotuvga. Agar производствоingiz bo'lsa, ya'ni ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz yoki o'sha ishlab chiqaruvchi bilan shartnomangiz bo'lsa, tovarni olib jo'nata olaman desangiz, yoki mayli investitsiyam bor, o'sha yerni Rossiyani o'zidan olib skladga отгрузка qilib beraversin desangiz, qo'rqmang, hozir kiravering. Bizning IP bilan O'zbekistonda foydalana olasiz. Agar yo'q, kam bilan boshlamoqchiman, lutcha shu o'zimizni YATT bilan boshlay, mayli kamroq bilan deydigan bo'lsangiz, o'zimizni YATT bilan hozirdan boshlayvering. Siz o'z reytinglaringizni ko'tarib, toki sklad ochilguncha siz reyting ko'tarib olasiz, eski sellerlar qatoriga kirib olasiz. Siz birinchilardan kirgan hisoblanasiz, sistemasini yaxshi tushunib olasiz. Agar yangi sistema Azon kiritsa ham, yangi qulaylik kiritsa ham, siz birinchilardan bo'lib davom etib ketaverasiz. Har biriga birinchilardan bo'lib ketaverasiz. Eng qulay tomoni mana shu. Ikkita qulay tomonni tanlashingiz kerak. Birinchilardan bo'laman desangiz, O'zbekistondan kiring, FBS orqali sotuvni yo'lga qo'ying bitta qilib. Hozir o'sha Rossiyaning o'zidan birdan kiraman, O'zbekistondan bo'ladigan bo'lsa ham desangiz, bizning IP orqali foydalanib kirsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa. Tanlov o'zingizda. Agar o'sha jonli efirdan keyin biz silkalar qoldiramiz, menejer bilan bog'lanish silkalari yozsangiz, ya'ni tushunmagan joylaringiz, qanaqadir savollaringiz qolib ketgan bo'lsa, bizning menejerlarimiz batafsil bu haqida ma'lumot berib javob berishadi. Shaxsan o'zim ham menejerlar qatorida javob beraman sizga. Xo'p, endi esa sizga Javlon aka, ya'ni meni turmush o'rtog'im, meni ustozim, Javlon akani ustozliklari boshlaydi. Javlon akani qattiq qo'l turib, mana shu biznesni boshlashimiz kerak deb o'sha meni qiyinchiliklarimga ham qaramasdan meni turtkilab turgan inson, Azon bo'yicha ekspert, eng yaxshi ustoz, jonkuyar ustoz bugun sizga Azon platformasida sotmoqchi bo'lgan tovaringizni bepul Azonni ichidan qanaqa analiz qilish kerakligini chuqur ko'rsatib beradilar, ya'ni notebook orqali ko'rsatib tushuntirib beradilar. Aynan mana shu joyga ahamiyatli bering. Analiz qilish bu eng nozik jihati. Sizga bepul undan birini bugun to'laqonli ko'rsatib beradilar. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Tovar tanlashda как novichok siz bir nechta различный usullari bor. Siz bularning ichidan eng osonni tanlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Eng osoni nimadan iborat? Har doim как novichok siz faqatgina analiz qilishim kerak, yangi tovar topishim kerak. Kechirasiz-ku, Azon platformasida hozir bunaqangi tovarlarning o'zi yo'q. Siz istalgan, siz tushungan tovarni o'zini siz olib kirsangiz bo'ladi. Lekin bunda ham sotish yo'llarini bilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi biz qanday qilib tovar tanlashni ko'rib chiqamiz. Keling, buning uchun birinchi очередь bizni Azon platformasiga kirishimiz kerak bo'ladi. Men hozir slaydni o'chiraman. Tak. Misol uchun siz Azon platformasiga kirdingiz. Bu yerdan
Agar sizlarga ekran ko'rinyapti, ekran. Tak, Ozon platformasiga kirdingiz. Endi bu yerdan siz bemalol tovaringizni tanlab olsangiz bo'ladi. Xo'p. Misol uchun keling bunday qilamiz. Men deylik klassik kiyinishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun men klassikani tushunaman, bilaman. Klassik kiyimlarni bir ko'rishni boshlaymiz. Buning uchun biz mana bu yerdagi poiskoy bo'limida yozamiz. Tak, menda dubler nechava normalni? Tak, bu yerda yozamiz. Misol uchun Brюки Брюки klassические. Klassический мужской. Misol uchun men bilgan tovar mana shu. Endi bu yerdan biza ko'rishimiz kerak bo'lgan eng asosiy ma'lumotlar nimalardan iborat? Bu yerda biza основной marketplace'ning ichida, ya'ni Ozon platformasining ichida nechta tovar borligi mana bu yerda ko'rsatilyapti 37649 ta. Xo'p, endi biza vывод qilishni boshlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun yana bir nechta etapi bor. Mana shu etaplarni ko'rsatib beraman. Eng главныйsi bu yerda biza определить qilishimiz kerak bo'lgan главный etap bu bozordagi monopolni определить qilish. Monopol nima degani? Monopol sizda oldin kirgan sellerlar, ya'ni ularni masshtabi juda ham yuqoriligini hisobiga bular monopol bo'lishi mumkin. То есть bozorda большинство qismini egallab turgan sotuvchilar bular monopol hisoblanadi. Buni biza qanday определить qilamiz? Har bir kartochkani tagida отзыв bor, ko'ryapsiz-a? Misol uchun mana bu yerda ham отзыв bor, bu yerda ham отзыв bor. Demak, отзывlar eng ko'p bo'lgan отзывlar bilan monopol, ya'ni eski kartochkalar, eski ko'proq sotiladigan kartochkalar hisoblanadi. Biza siz bilan hozir buni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Misol uchun meni nazdimda hozirgi 4 ta kartochkaning ichidan 2906 talik отзыв bu уже соответственно eng ko'p sotadigan kartochka hisoblanadi, eng ko'p sotadigan seller. Xo'p, biz средний listat qilishimiz kerak. Средний 100 tagacha kartochkani ko'ring. Xo'p, bu yerda misol uchun 4259 ta bu ikkinchi monopolimiz. 4082 ta uchinchisi. Ko'ryapsiz-a? Tak, 2067 ta уже qo'shilmaydi. Xo'p, bozorda o'ziga men hozir ko'rish 2623 ta to'rtinchisi. Bu yerda даже shunaqangi sellerlar borki, yaqindagina tovarini olib kirib, misol uchun sotuvni yo'lga qo'yganlar. Deylik, misol 82 ta. Ko'ryapsiz-a? Siz ham demak kirsangiz bo'ladi. Unda qo'rqinchlik yoki hadik beradigan joyi yo'q. Ras 1700 talik отзывlar уже bizaga monopol deb hisoblanmaydi. 4259 ta. Хорошо. 5 ta отзывni sanadim men. Endi 5 ta eng ko'p sotadigan 5 ta отзыв bor. Demak, bizda 100 ta kartochkaning ichidan 5 ta bo'ladigan bo'lsa, demak bu 95% bozor ochiq turganligini ko'rsatadi. 5% kartochkalar bular demak monopollar hisoblanadi. Endi bu yerda yana bitta etapimiz bor. Buni hisoblab chiqishimiz kerak. Agar siz bilan biz tanlagan tovarimizni narxini hisoblashimiz kerak. Endi xo'p, buning uchun mana bu ko'rinayotgan bo'lsa, bitta brugimiz, klassik brug, narxi nech pul? Misol uchun 2155 so'm Ozon karta bilan 1940 so'm sotilayotganligini ko'rsatyapti. Xo'p, 2155 so'm. Endi biz shu yerda bitta shakdan, ya'ni life hackdan foydalanamiz. Buni o'sha o'quvchilarimizga ham mumkin hozirgi uchastvovat qilayotgan podpischilarimizga ham hammaga tavsiya qilaman. Ozonni o'zini spetsial kalkulyatori bor. Ozonni kalkulyator orqali siz Ozonni именно qancha расходi borligini hisoblasangiz bo'ladi. Keling, buni qanday qilamiz? Men sizga bu yerga ko'rsataman. Har bir kartochkani o'zini SKO'si bor, artikel deb ataladi. Mana bu yerdan kopiya olamiz va Ozonni kalkulyatoriga kiramiz. Xo'p, hozir. Bu yerda angliyski qilib. Kalkulyatorga kirganingizdan keyin mana bu yerdagi poiskoviy tovar bo'limiga siz SKO'ni joylashtirsangiz, tovarimiz kelib chiqadi. Tovarimiz kelib chiqqandan keyin bu yerda bizga o'zi avtomatim ko'rsatyapti Ozonni qancha xarajati bor ekanligini. 2155 so'mdan sotilgan har bir tovar uchun Ozon вознаграждение, ya'ni komissiya olib qoladi 280 rubl. Ekwiring olib qoladi sotuvdagi qiymatdan 1,5%, to есть 30 rubl olib qoladi va logistika и dostavka uchun bizdan 202 rubl olib qolishini ko'rsatyapti. Общий затrat Ozonni xarajati 512 so'mni tashkil qilyapti va 2155 so'mdan sotilgan tovarimiz uchun Ozon bizga 1643 rubl natsleniya qilib berayotganligini ko'rsatyapti. Ko'rdingiz-a? Endi ushbu tovarimizni biz Optimdan nech puldan sotib olyapmiz. Mana bu narxni ko'rsatamiz va
tovarimizni себестоимость narxini keltirib chiqarsak, demak bizda mahsulotimizni necha puldan bizga marja qolayotganligini ko'rsatadi. Bu yerda siz mana bu yerda показать поле для расчет чистой прибыль bo'limini bosamiz va средний 6% налог tanlaymiz и себестоимость narxini ko'rsatamiz. Misol uchun, именно mana shunaqangi, hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqangi bir uyni biz o'zimiz bilamiz, o'zimiz ham sotib ko'rganmiz, sotamiz ham. Qiymati, maksimalniy qiymati, men maksimalniy qiymat berishga harakat qilyapman. 750 rubldan samый продаваемый, samый четкий качествоga ega bo'lgan mahsulotni olsangiz bo'ladi. 750 rubl ko'rsatdim va пересчитать bosaman. Bizga Ozon platformasini o'zi полностью kalkulyatorni o'zi hisoblab beryapti. Bizda qancha marja bor ekanligini. Хорошо. Bu yerda Ozon bizga 1640 rubl начисление qilib bergandi. Bu yerdan biz olib qolyapmiz tovarimizni себестоимость narxini 750 rublni va biz sotgan mahsulotimizdan to'laydigan nalogimizni olib qolyapmiz 129 rubl va bizda чисто прибыль 764 rubl qolayotganligini ko'rsatyapti. Va buni marjasi mana bu yerda ko'rsatilgan Ozon platformasini o'zi sizga hisoblab beradi. Buni marjasi 35%. Хорошо. Biz sotib olgan mahsulotimizni qiymati qatori daromad qilishimiz mumkin. То есть 35% marja hozirgi vaqtda самый классный marja hisoblanadi. Minimum marjani biz 20% dan hisoblaymiz. Endi keyingi etapda уже biza ushbu mahsulotni olib kirish, bu mahsulotimizni analizini, углублённый analiz qilishni ko'rib chiqsak bo'ladi. Siz xuddi mana shu etapdan o'tganingizdan keyin уже углублённый analizga kirishsangiz bo'ladi. Javlon aka meni eng kuchli ustozim, ya'ni boshida Javlon akani xohishlari bilan, Javlon akani hali ko'rasan, hammasi zo'r bo'ladi. O'sha bitta zakaz tushmagan paytda ham xafa bo'lib, yig'lab, mehnatimga achingan paytimda hali o'ylama, bu kunlarni kulib eslaysan, maza qilib eslaysan deb menga kuch bergan, motivatsiya bergan. O'sha bo'ldi, men tashlab ketaman degan paytimda ham meni yonimga turib podдержка qilgan inson hisoblanadi. Albatta o'quvchilarini ham xuddi shunaqa podдержка qiladilar. Ozon bo'yicha ekspert Javlon aka и meni ustozim. Ko'pchilik aytishadi, Munisa opa, agar bizni sotayotgan tovarimizdan deylik 1000 ta inson sotyapti. Mana shu 1000 ta xaridorni, o'sha продавецni ichidan meni tovarimni покупатель qanaqa qilib tanlab olishga majbur qilishim kerak deb murojaat qilishadi. Bu eng nima deydi, keraklik etabi. Agar siz yangidan kirib borsiz, sizda hali reyting yo'q, siz уже xohlayapsiz tezroq sotishingiz kerak, konkurentlar oldida sizda уже продажangiz oshishi kerak. Nima qilishingiz kerak? Men bugun birinchi etapini o'sha notebook orqali ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, qarang, agar siz kiyim-kechak sotmoqchimisiz, men Javlon aka aytganlaridek, siz qanaqa tovar sotmoqchi bo'lsangiz ham birinchi navbatda o'sha tovarni tushunishingiz kerak. Masalan, ayollarimiz deylik, ko'pincha endi ayollar misolida aytaman, kompyuterni ko'pchilik tushunmaydi. Kompyuterning qanaqa sistemasi bor, nima jihatlari bor, fleshkasi nima, hamma etaplarini biz to'liq bilmaymiz. Ya'ni biz kompyuter sota olmaymiz. Men shaxsan o'zim bilmayman. Men kompyuter o'zim olib kira olmayman. Javlon aka agar tushunsalar olib kiradilar. Yigitlarimiz tushunsa bemalol qo'rqmasdan olib kiradi. Siz sotmoqchi bo'lgan tovaringizni oldin tushunib olishingiz kerak. Ya'ni siz nima tovar sotyapsiz? Siz tushunasizmi bu tovarni? Sizga mabodoga zapros o'sha borki, bunaqa narsa bor. Qancha siz to'liq informatsiya bersangiz, o'sha siz tovaringizni tushunsangiz, shuncha to'liq informatsiya berasiz. Agar siz bu tovarni tushunmasangiz, siz informatsiya bera olmaysiz, xarakteristikani to'liq to'ldira olmaysiz. Qancha to'liq siz xarakteristikani to'ldirib informatsiya bersangiz, shuncha покупатель izlayotgan paytda siz tovaringiz reytingi ko'tariladi. Menga hozir notebookni o'zi kerak, men notebookdan ko'rsatib berishim kerak. Нет. Keyin hozir men sizga mana shu 3 ta tovar misolida qanday qilib покупатель нет. Aqna olinadimi? Aha. Qanday qilib покупатель sizni tovaringizni tanlab olishga majburlashingiz kerak, ya'ni undashingiz kerak. Bu haqida ma'lumot beraman. Birinchi navbatda покупательni siz o'zingizga ushlab qolishingiz uchun, deb всё. Спасибо. Birinchi navbatda siz покупательni o'zingizga ushlab qolishingiz uchun sizni tovaringiz bitta qaraganda e'tibor talab qiladigan, e'tibor tortadigan bo'lishi kerak. Ikkinchi navbatda o'sha izlagan paytda reyting yuqori bo'lsa, birinchilardan ko'rinishi kerak. Uchinchi navbatda sizni tovaringizni xili ko'proq bo'lishi kerak. Покупатель bitta tovarga kirdimi, shunday bitta tovarni ko'rib chiqib ketish kerak emas. Vitrinaga qo'ysangiz ham siz tovarlarni xilini terib qo'yasiz, to'g'rimi? Masalan, kasha olgani kirsak farzandlarimizga, kashalarning har xil brendlari turadi, biz ko'rib, o'qib tanlab olamiz. O'sha magazin ichidan olamiz. Boshqa magazinga ketmaymiz. Agar o'sha kashani bir donasi, o'sha bitta brend turgan bo'lsa, shundoq qaraymizda, o'tgan safar ichiruvdim, boshqa variant yo'q ekan deymiz, boshqa magazinga chiqib ketamiz. Onlayn marketplace ham xuddi shunaqa. Siz kelgan покупательni ushlab qolishingiz kerak. Ya'ni tovaringizni xili qancha ko'p bo'lsa, siz покупательni shuncha ko'proq ushlab qola olasiz.
Tovarni xiliga ham bog'liq. Bugun men sizga ошибкалari bilan, ya'ni yangi kirgan sellerlarni, savdosi bo'layotgan, bo'lmayotganlarini men solishtirib ko'rsatib beraman. Deylik, siz yangi sellersiz, sizga ekran ko'rinyapti. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, plyus belgisini bosib qo'ysangiz, men xursand bo'laman. Xo'p, deylik, siz yangi sellersiz. Yangi sellersiz, siz informatsiya berishingiz kerak. Deylik, kiyim sotmoqchisiz. Men nima uchun kiyimni oldim? Chunki ko'pchilikning hozir fokusi kiyim-kechak kategoriyasiga. Bu juda ham zo'r. Chunki kiyim-kechak har sezon almashadi. Siz sezonga qarab ham kiyimlarni sotuvni uyga qo'ya olasiz. O'ylab o'tirishingizga hojat yo'q. Bitta qaraysiz, hozir nima trend bo'ladi? Oyoq kiyimlarda nima trend bo'ladi? Masalan, bahor yaqinlashyapti, nima sotaman? O'ylab o'tirishingizga hojat yo'q-ku. Bahor yaqinlashyapti, demak, siz qishlik kiyim sotmaysiz. Siz sal yengilroq kiyim sotasiz. Yoz yaqinlashyapti, nima sotasiz? Siz kupalniklar sotishingiz mumkin, nimadirlar sotishingiz mumkin. Mana shu kiyim misolida ko'rsataman. 3 ta tovar, ya'ni 3 ta kartochka sizga agar ko'rinayotgan bo'lsa, 3 ta kartochkasi, bittasi o'ta past, ya'ni reytingi past, ikkinchisi o'rtacha, uchinchisi уже klassni. Bugun men sizga shuni solishtirib beraman. Qarang. Birinchi navbatda mana reytingiga qaraymiz. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu kartochkada hech qanaqa model yo'q. Просто o'sha rasmni o'zi turibdi. 680 ta otziv yig'ilgan. Bunisida 5655 ta otziv, bunisida hech qanaqa otziv yo'q. Siz deyishingiz mumkin. Balki yangidir, otzivi yo'qdir. Balki bular eskidir, otziv ko'proq yig'ib olgandir deyishingiz mumkin. Albatta, eski seller ham yangi kirayotgan paytda oddiy kiradi. O'zini ustida ishlab, ishni ko'zini bilgandan keyin o'sha reytingi ko'tariladi. Boshida bular ham yangi seller sifatida kirgan. Keling, men sizga yangi sellersiz, lekin qilishingiz mumkin bo'lmagan ошибкаларni ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchisi mana shu ko'ylakchaga kiramiz. Mana ko'rdingiz. Kirdik. Bolachalar uchun платье для малышей. Mana ko'rdingiz. Rasm oddiy tushirilgan, hech qanaqa foni yo'q. To'g'ri, kesib olgan yoki o'sha kачествоsi yaxshi bo'lmagan telefonga hamma sharoitiga qarab turib, kelib chiqib biznes boshlaydi. Lekin bu ошибкаларni, bu minuslarni inobatga olishingiz kerak. Siz deylik, o'sha menda sharoit yo'q, lekin boshlashim kerak deyapsiz, yo'lin qilyapsiz, boshlayapsizmi? Sharoitim yo'q-ku, shu rasm bilan chiqarib yuborsam ham bo'ladi. Sharoitim yo'qligini bahona qilaman degan narsa ketmaydi. Sharoitingiz yo'q, bilaman, hammani qo'lida iPhone yo'q, hammani qo'lida kamera yo'q, lekin ozgina pul ajratib o'sha ko'ylakchani siz fotostudiyaga itsangiz ham sizga mayli 50 mingga tushirib beraman, 100 mingga tushirib beraman, bir marta rasm tayyorlatasiz. Bir marta infografika qildirasiz, u tovardan millionta sotmaysizmi keyin? Millionta soting, xohlagancha soting, yotib soting bu tovardan keyin. Bemalol sota olasiz. Lekin infografikaga mablag' ajratishdan qochmanglar. Mana bu yangi sellerimiz, mana ko'rdingiz, hech qanaqa otziv yo'q. Nima uchun? Agar men покупатель sifatida qaraydigan bo'lsam, men shu tovardan hozir chiqaman. Menda mana ikkita modelsiz kiyim turibdi. Mana o'rtadagini modeli bor ekan, qisqa bor. Birinchisida ham yo'q, ikkinchisida ham yo'q. Men qaysi birini olaman? Birinchisi 280 so'mga turibdi, ikkinchisi 1400 so'mga turibdi. Menga masalan, men buni tanlamayman. To'g'ri, agar meni sharoitim nima deydi, hozir men shunga yetadigan sharoitim bo'lsa tanlayman. Majburman. Hamma ham o'sha mayli qimmat bo'lsa ham zo'rini olaman deydigan sharoitda emas. Men tanlayman. Lekin sizdan o'sha sharoiti bor inson ham mana bu tovarni olmaydi. Sharoiti yo'q insonni ham ko'pchiligini olgisi kelmaydi. 280 rubl bo'lsa ham. Ishonmaydi birinchi navbatda. Nima uchun? Mana tovarga kirsangiz, bu tovarning rasmi mana bunaqa, mana bantikchalar bilan ko'rsinga. Lekin men bu yerda boshqa qizcha yotibdi. Покупатель qanaqa o'ylaydi? Men zakaz qilsam, mana bunaqa kelarmikan yoki bunaqa kelarmikan? Agar men zakaz qilsam, mana shu kiyimcha kelsa bu zo'r. Agar meni hozir chiroyli qilib kiydirib qo'yib, allab turib, mana buni jo'natib yuborsa-chi? Покупательning ishonchi yo'q. Ya'ni bu tovarga nisbatan. Chunki otziv ham yo'q, reyting ham yo'q. Tovarni rasmini ko'rib turganingizdek, o'zingiz har doim sotayotgan tovaringizga tovar kartochkasini yaratib bo'lgandan keyin, infografika yasab bo'lganingizdan keyin, как покупатель sifatida qarang o'zingiz. Masalan, siz o'ylang, men tovar kartochkasini yaratdim. Men egasi emasman, men sotib oluvchiman. Boshqa konkurentlaringizga qarangda, o'zingiznikini qarangda. Agar men покупатель bo'lsam, o'zim tovarimni men sotib olamanmi? Конечно, o'zingizni tovaringizni agar o'zingizligingizni bilsangiz sotib olasiz. Agar begona sizni tovaringizni xuddi shunaqa yaratib qo'ygansiz, sotib olmaysiz. Yoqmayaptimi sizga? Boshqalarga ham yoqmaydi. Sizga nimadir yo'q, покупатель tomonidan qarang. Sizga nimadir yoqmayaptimi, boshqalarga ham o'sha narsa yoqmaydi. Keyingisi, mana shu ikkinchisi. Mana odzivlari o'rtacha ekan. Bunda qarang, ko'rib turibsiz-a, bunda ham qizcha yo'q. Ya'ni kimgadir kiyilmagan. Lekin rasmning infografikasini o'zini ko'rsangiz, to'liq ma'lumot berilgan. Foni chiroyli, kачествоsi yaxshi, har bir mana tugmachalari, bu yillarigacha o'sha chiroyli nimachalarga solib qo'yibdi, veshilkachalarga solib qo'yibdi. Mana ko'ryapsizmi? Veshilkachani o'zi ham nozik. Ya'ni qizchalarni qanchalik nozik. Biz tanlab bo'lamiz qizlarimizga, to'g'rimi? Otalar bilishadi ayniqsa buni. Veshilkachalari ham nozik. Ochkichalar bilan, sumkachalar bilan, kapalakchalar bilan qo'yib qo'yibdi. Что bizdan ochkichalar shunaqa modnitsa bo'lib yurishi, hammasi haqida to'liq informatsiya berilgan. Ko'ryapsizmi? Sizda majbur emassiz bitta qizchani olib kelib yig'latib uni kiydirib tushirishga. Shunaqa tushiring, modelsiz, oq fonga
To'g'ri, o'ziz tushirsangiz mana birinchi ko'rsatganimdek tushirishingiz mumkin, agar oddiy tushiradigan bo'lsangiz. Qo'lingizdan kelmayaptimi, mana shunaqa xunuk qilib tushirib sotuvga chiqarib yubormang. Boringda o'sha bitta ko'ylakchani sovg'a qilib berib ham yoki o'sha bitta ko'ylakchani foydasidan, pulidan kechib bo'lsa ham infografika yasatishingiz kerak. 1000 ta soting, 2 ta sotganingizdan keyin infografikangiz foydasini chiqarib olasiz. 1000 ta sotmaysizmi, keyin o'tirib. Uchinchisi уже reytingi zo'r bo'lgan kartochka. Nima uchun? Chunki bu odamlar qizchasiga tasavvur qilishiga yordam beradigan rasm. Ya'ni men agar zakaz qiladigan bo'lsam, men kiyimchani ko'zimning oldiga keltiraman. Masalan, qizim Zarinaga. Zarinaga qanaqa turar ekan bu? Yarasharmikan? Rangi qanaqa turar? Bu yerda qora qizcha kiyibdi, bu oqroq yoki bu yerda oq qizcha kiyibdi, bu qoraroq. Tusharmikan deb men o'ylayman. Odzivlariga qarayman. Qizimga o'xshagan bo'yli qizchalar kiygan bo'lsa qanaqa turibdi? Uni tekshiraman. Va mana bu yerdagi qizchani rasmi ham, modelning o'zini rasmi ham menga yordam beradi tanlashimga. Demak, mana Zarina xuddi shunaqa o'zi. Zarina sal mendan kichikroq ekan. Demak, shunaqa turar ekan. Voy, kiysa yarashar ekan. Sochchalari bilan chiroyli turar ekan, oyoq kiyimcha bilan tushar ekan deb qaraydida покупатель. Mana shu tovarni sotib oladi. Chunki u уже qizchani ko'rdi, qizini ko'rdi uni, qizchani o'rnida u qizini solishtirib ko'rdi. Mana bu rasmlarga ahamiyat bergan bo'lsangiz, qo'lchalari bilan, o'sha qo'lidagi yengilari bilan ma'lumot berilgan, mana. Orqalari bilan ma'lumot berilgan. Bu yerda infografika yo'q. Adashtirmang, infografika boshqa narsa. Infografika bu rasm bilan ma'lumot berish. Ya'ni rasmga yozib, informatsiyalar berib, ma'lumot berishingiz bu infografika. Bu shunchaki rasm. Infografika qilinmagan, shundoq borib, oq fonni orqasi va bunaqa fonlarning orqasiga qizchani qo'yib qo'yib, chiroyli turg'izib rasm tushirishgan. Ko'rdingizmi? Infografika tayyorlaganlardan ham, oddiy tayyorlaganlardan ham sotuvi yaxshi bo'lgan, reytingi baland bo'lgan, narxi o'rtacha bo'lgan kiyim, tovar. Xuddi shunaqa. Siz Amazon platformasida bilingki, konkurensiya yuqori, lekin talab undan-da yuqori. Sizga har doim sotuv bo'ladi, lekin menda baribir sotuv bo'ladi. Munisa ham aytganlar, baribir talab ko'p-ku degan narsa bilan shunda chiqarib yuborishingiz kerak emas. Ustida ishlashingiz kerak. Agar siz 1 so'm foyda qilmoqchimisiz, shunda chiqarib yuboring. 5 so'm foyda qilmoqchimisiz, 5 rubl shunda o'sha 5 so'mni shunday to'layingda, tovaringiz kartochkasiga ozgina ishlang, 5 so'm emas 6 so'm foyda olib keladi sizga. Xuddi shunaqa. Xarajatdan ba'zi o'quvchilarimiz bor ekan oramizda, balki sizlar oralaringizda o'sha o'quvchim turgandir. Munisaxon, reklamani yoqishim bilan shunday qarasam xarajat bo'lyapti, deb o'chirib qo'yapman, qo'rqyapman, xarajatim ko'payib. Reklama sizni tovaringizda o'rganib olish kerak. Reklama yoqqaningizdan keyin birinchi, ikkinchi kun pul olsa qo'rqib ketmang. 3-4 kun sizga savdo qilib beradi, sotuv qilib beradi, birinchi, ikkinchi olgan pullaringizni qoplab beradi. Kelgan foyda. Mana shu Maqto'dan zakaz qilmoqchiman, kilogram ko'payib ketmasin deb ozgina zakaz qilyapman, sotuvga qo'ysam tugab qolyapti. Nima uchun qo'rqasiz? Agar siz xarajatdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, sizda biznes o'xshamaydi. Boshida siz o'zi qo'rqmayapsizmi? Mayli, 50 ming ketsin, foyda, mana shunday foyda, bitta ko'ylakchani kiyimi, mayli, menga foydasi kerak emas. Lekin chotka qilaman kartochkam deysizda, bitta qilib kartochkangizni to'ldirasiz, sizga 2-3 barobar foyda olib keladi mana shu narsa. Xuddi shunaqa. Biz agar oldin 6 oyga, 4 oyga boshida yangi kirgan paytimiz 30 ming, 40 ming rubl foyda qilgan bo'lsak, biz yarim soatga hozir mana shu foydani qilamiz. Yarim soat. Chunki bizda o'sha 6 oy, 4 oy nima uchun aytayman? Biz 6 oy, 4 oy puliga tegmagan biza. Chunki bizani paytimizda qiyinroq bo'lgan. Lekin hozir oson. Chunki hozir infografika yasaydiganlarga ham konkurensiya yuqori. Ular baland narx ayta olmaydi sizga. Baland narx aytsa siz bundan emas, undan bor yasatishingizni biladi. O'rtacha narx aytib yasab berishadi, rozi bo'lishadi. Shuning evaziga ham sizga imkoniyat ko'proq. Infografika yasatishlarga. Majbur emas modelga kiydirishga. Lekin kiydirmasdan turib ham kiyimlarga, o'sha ne только kiyimlarga, boshqa tovarlarga ham chiroyliroq ma'lumot bering, kачествосini yaxshi qiling. Shunga qarab sizga sotuv bo'laveradi. Bitta menga aytishadiki, Munisaxon o'zi 4 ta tovar qo'yaman. Chunki sezon o'tib qolyapti. Hozir 4 ta tovarimga men rasm tayyorlataman, kartochka tayyorlataman. Hozir sezon o'tayotgandir. O'sha 4 ta tovaringizda siz bittasidan voz kechib rasm tayyorlatyapsiz. Keyingi sezon bor sizga. Siz 1 yildan keyin hech qanaqa xarajat qilmasdan yana o'sha tovaringizni kiritasiz. Bu biznesda uzog'ini ko'ringlar. 1 kundan keyin, 1 oydan keyin degan narsa yo'q. Bu biznesda men hozir qilyapman, 1 yildan keyin mana bunaqa qilishim kerak. 2 yildan keyin bu biznes mana bunaqa bo'lishi kerak. Rejani katta qo'ysangiz, Alloh sizga shunaqa beradi. Agar qo'rqib o'tiraversangiz, qotib qolaverasiz bitta joyda. Ishlagan pulingiz yastiq tagiga turaveradi, hech rivojlanmaydi, ko'paymaydi. Men bu gaplarni sizga kurs sotish uchun, sizni o'sha nimadirga ishontirish uchun aytmayapman. Men realniy tajribamizdan, hayotdan kelib chiqib ma'lumot beryapman. Bu bizani toniganlar, bizani bilgan o'quvchilarimiz bu narsani juda ham yaxshi bilishadi. Chunki men ko'pchilik o'quvchilarim bilan hattoki darsdan tashqari dardlashaman, gaplashganlarim bor. Bular juda ham yaxshi bilishadi. Xuddi shunaqa. Bu qanaqadir men sizga hozir bizga berayotgan informatsiyalar ham ashibka yoki qanaqa falshifka emas, sizga berayotgan yolg'on informatsiyalar emas. Hammasi realniy hayotiy. Siz agar amalda qo'llasangiz buni, biznes zo'r bo'ladi. Men o'zimga konkurent tayyorlashdan qo'rqmayman. Nimaga? Chunki Azonda konkurent hech qachon va marketplace'da tugamaydi. Men eshitdim, sen nima uchun to'liq ma'lumot bermayapsan, nima uchun to'g'ri o'qitmayapsan deb gaplashganimizda bir kishi menga aytdiki, men o'zimga konkurent tayyorlamayman dedi.
Yo'q, bu narsada konkurent har doim bor. Agar men sizni hozir chotka ishlaydigan qilib chiqarib jo'natib yuborsam ham siz menga konkurent bo'la olmaysiz. Sizda chunki уже 1000 ta konkurentingiz bor. Azonda har doim konkurentlar bor. Siz faqat o'zingizni o'sha reytingingizni o'zingiz ko'tarib ketaverasiz. Boshqalar bilan solishtiradigan bo'lsangiz, boshqalar bilan o'sha boshqalarni kartochkalariga, boshqalarni savdosiga qarab shoshilib, xavotir bilan ishlaydigan bo'lsangiz, biznes sizga o'xshamaydi. O'zingizni erkin qo'yib, faqat o'zim bo'lishim kerak, konkurentlar mayli nima qilsa qilsin, to'g'ri konkurentlarni kuzatish kerak. Ulardan o'zib ketish uchun. Ular nima beryapsiz, nimadan qolib ketyapsiz, ko'rib turing, kuzatib turing, ulardan o'zishga harakat qiling. Lekin siz o'zingizni biznesingiz bilan yashang. Kimnidir hayoti bilan emas, kimdir biznesi bilan emas. O'zingizni hayotingiz bilan, o'zingizni ustozingiz bilan, o'zingizni biznesingiz bilan ishlang. Xuddi shunaqa sizda biznes keyin zo'r bo'ladi. Albatta, hozir siz o'tirib turib, bizga berayotgan informatsiyalardan vau, zo'r informatsiya olib, o'sha ertaga bo'ladigan bo'lsangiz, bo'ldi, saviysiz. Kirishing, bugundan qog'oz ruchka olib reja qiling. Men nima qilishim kerak, nimadan boshlashim kerak, menga qancha kerak, qancha topishim kerak, hammasini rejasini tuzing. Miyada tuzilgan reja amalda oshmaydi. Miyaga tuzilgan rejangiz ertaga o'zgaradi. Qog'ozga tushgan maqsad, qog'ozga tushgan rejalar har doim amalga oshadi. Kattakon rahmat, hammaga ma'qul kelyapti. Xo'p, agar endi rozi bo'lsanglar, men kurs taqdimotimizga o'taman. Ya'ni Azon kursimizning yangi patogi taqdimotiga o'taman va sizda Azon kursimizda qanaqa imkoniyatlar borligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Albatta, efirdan chiqib ketmanglar, chunki men oxirida sovg'alarni tanlab olaman. Sovg'alar egasini, ya'ni o'sha imkoniyatlar egasini tanlab olaman va savollarga javob beraman kommentni o'qib. Hammaga kattakon rahmat. Shunaqa kommentlar zo'r, chunki bizni kimlar kuzatadi? Bizni oddiy TikTok, Instagram ko'rib o'tirib vaqtini yo'qotadiganlar emas, bizni haqiqatdan ham biznes qilishga qiziqadigan, ichida olovi bor, o'sha olovni bir kun biznes qilib so'ndirish niyati bor insonlar kuzatadi. Men juda ham xursandman bu narsadan. Xo'p, keyingi slaydimiz Azon onlayn premium. Bizda 3 ta tarif bor. Azon onlayn kursimiz bor, offlayn kursimiz bor, Azon onlayn mentorlik tarifimiz bor. Agar O'zbekistonda turib o'qiyman deydigan bo'lsangiz, offlayn kurs O'zbekistonda yo'q hozircha. Onlayn mentorlik kursimiz O'zbekistondan turib o'qiyman deydiganlarga to'g'ri keladi va onlaynni o'zi ham to'g'ri keladi. Nimaga? Biz 3 ta tarifda ham shaxsan o'zimiz savollarga javob berib poddershka qilamiz. Bizda adminlar kursni o'qitish, o'quvchilarga javob berish degan narsalarga aralashmaydi. Kursda lichkada har bir o'quvchi bilan biz shaxsan o'zimiz gaplashamiz. Azon bo'yicha Javlon akani o'zlari ekspert, Javlon akada biroz tortinadilar kameradan, lekin bilim berish bo'yicha Javlon aka mendan ham zo'r bilim beradilar. Javlon aka Azon bo'yicha o'zlari ekspertlar. Javlon akani o'zlari lichkada har bitta o'quvchini poddershka qiladilar. Ishlayapman deb murojaat qilgan inson hech qachon savoliga javobsiz qolmaydi. Bizda hozir tariflarda berilayotgan modullar haqida ma'lumot bermoqchiman. Azon onlayn premium tarifi. Hamma o'qa oladi buni. Hamma bu tarif bilan natijaga chiqa olasiz. Majbur emassiz onlayn mentorlik o'qishga, offlayn borib kelib o'qishga. Nimaga? Chunki onlaynda ham to'liq barcha informatsiyalar Javlon aka beradilar. Yopiq Telegram kanalda har bir video darsi joylashtirilgan. Qanaqadir yangi sistema kiritilsa Azonga, yana yangi video darsi qilib joylashtiriladi, ya'ni dars o'zgartiriladi. Chunki marketplace o'zgarsa, eski sistema yangi sistemaga yordam bermaydi. Va darsni boshida Javlon akaning lichkalari, Telegram lichkalari beriladi. Siz boshida assalomu alaykum, men yangi o'quvchisiman deysiz, всё. Sizda tug'ildimi savol bormi, murojaat qilaverasiz. Xo'p, ikkinchisi video darsliklarimiz yopiq Telegram kanalda joylashtirilgan bo'ladi. Azonda noldan boshlab biznes o'rgatiladi. Bizda boshqa akademiyada kelib o'qiganlar bor. Biz boshqa akademiyalarda qanaqa bilim beradi buni bilmaymiz. Biz hech kimni yomonlamaymiz. Nimaga? Chunki hamma bilim berishga harakat qiladi. Oladigan odamning o'ziga bog'liq. Kimda o'qigan bo'lsangiz ham o'ziz olsangiz o'ziz ola olasiz. Harakat qilsangiz o'ziz so'rab olasiz, o'ziz talab qilib olasiz, o'ziz harakat qilib topasiz. Bizda boshqa akademiyada kelganlar bor, o'sha huquqiy masalalarni ko'rsatganimizda bizda bu narsalar o'tilmagan deyishdi. Lekin huquqiy masalalar, IP ochish, Rossiyada bo'lsangiz IPni soliq to'lovlari, qanaqa to'lovlari bor, nima qilishga hammasi boshidan o'rgatiladi. Faqat Azonning ichiga kirish emas, soliqlar bilan bo'lgan savollarga ham javob beriladi. Kursga 3 oyga dostуп beriladi. Ya'ni video darslar qo'lingizda 3 oy turadi. Istalgan payt ko'ring, kechasi ishdan tashqari kunduzi ko'ring va istalgan paytda Javlon akaga yozing. Kasal bo'lib qolmasalar, Alloh har doim sog' salomat qilsinlar. Qolgan hamma paytda Javlon aka javob beradilar. Mabodo o'sha kasal bo'lib yoki o'sha javob bera olmasalar, charchasalar, lekin har doim Javlon aka o'zlari javob beradilar. Analiz saytida 1 oy dostуп beriladi. Azon uchun yangi patogimizga 1 oylik dostupni cho'zdik, ya'ni analiz saytidan 1 oyga dostуп beramiz, analiz qilib o'rganib olishingiz uchun. Bepul. Bizning IPdan 3 oyga dostуп beriladi. Nima uchun 3 oyga? 1 oy testoviy magazinga dostуп beriladi, ya'ni siz 1 oy bepul
hech qanaqa o'sha kirasiz, video darsliklar ko'rasiz, so'ng chiqib ketasiz, kirasiz. Bu sizga uncha yordam bermaydi. Siz uni amalda bajarsangiz, tezroq o'rganasiz. Bir oy sizga testoy magazindan dostуп beriladi, video darsliklarni ko'rasiz, amalda bajarib o'rganasiz. Va 3 oy alohida o'zingizga magazin ochib beriladi. 3 oydan keyin agar bizni ipi bilan foydalanayotgan bo'lsangiz, 3 oydan keyin o'ziz ip topsangiz, shundoq reytingi bilan magaziningizga ko'chirib o'tkazishga yordam beramiz. Yokida 3 oydan keyin o'ziz O'zbekistondan yatita ochib foydalansangiz bo'ladi. Hozir O'zbekistondan yatita ochib Rossiyaga sklad belgilashga ruxsat bergani yo'q, lekin 2-3 oyda Xudo xolasa ruxsat beradi. Ungacha siz уже tayyor bo'lasiz, o'qiysiz va O'zbekistonda istalgan paytda yatita ochib, bizani magazinimizdagi reytingingizni yatitizga ko'chirib olsangiz bo'ladi. Qo'llab-quvvatlash 6 oy shaxsan ekspertning o'zidan. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman shu yerga. 6 oy Javlon aka sizlarning savollaringizga javob beradilar, lekin 6 oydan keyin ham murojaat qiladiganlar bor. 6 oy bo'ldi, senga bo'ldi, endi seni savolingga javob bermaymiz degan narsa yo'q bizda. 6 oydan keyin ham o'sha yangi sistemasi bo'yicha tushunmagan joylarini so'raydigan o'quvchilarimiz har doim bizlar bilan bog'lanib turishadi. 6 oy поддержка deb men xato aytdim. Doimiy поддержка desam ham bo'ladi buni. Ekspert Javlon akaning lichkalari, shaxsan lichkalari beriladi. Через admin orqali siz gaplashmaysiz. Qachon bo'lsa ham Javlon akaning o'zlarini har doim topa olasiz. Bizda yo'qolib qolish, o'sha bir o'qitib yo'q bo'lib qolish, topa olmaslik, unaqa narsalar yo'q. Qachon bo'lsa ham siz kelmoqchimisiz, gaplashmoqchimisiz, savol olmoqchimisiz, Javlon aka bilan gaplashsangiz bo'ladi. O'zimizdan barcha optim postavщикlar ma'lumotlari beriladi. Ya'ni o'zimiz ishlagan har bir optim postavщик yetkazib beruvchilar darslarda beriladi. Fulfillment xizmatimiz bor. Agar sizda upakovka qilish imkoni bo'lmasa, O'zbekistondan turib kirmoqchisiz, yigitlarimiz upakovka qilib berishni xohlasangiz, Fulfillment siz uchun upakovka qilib отгрузка qilib beradi skladga. O'zbekistondan turib ham siz bemalol notebook orqali boshqaraverasiz. Tushgan summalarni yana O'zbekiston xohlasangiz O'zbekiston kartangizga tashlab berilaveradi. Azon tashlab bergan artistlarni xohlasangiz, mayli o'zimni tovarimni uraveray desangiz, yana o'sha tushgan summangiz foydangizga yana tovar olib kirib rivojlantirsangiz bo'ladi. Rossiyada bo'lsangiz ham xuddi shunaqa. Ishonchli kargolar beriladi. Agar Xitoydan siz tovar olib kelmoqchi bo'lsangiz ham, Moskvadan olib kelmoqchi bo'lsangiz ham ishonchli kargolar beriladi, o'rgatiladi. Kurs to'lovini 2 ga bo'lib to'lash imkoni bor. Ya'ni siz 50% to'lov qilib bemalol darslarni boshlasangiz bo'ladi. Qolgan 50% ni maksimum dars davomida bir hafta ichida to'g'rilab berish imkoniga ega bo'lasiz. Ayrimlar bor, men haqiqatni aytib o'tmoqchiman. Munisipa 10 kunga cho'zib bering, iltimos deyishadi. Maksimum 10 kungacha ham cho'zib berganlarimiz bor. Ya'ni siz 10 kun davomida, kurs davomida 2 ga bo'lib to'lov qilish imkoniga egasiz. Yangi azon sistemasi uchun yangi darsda aytganimdek har doim joylab boriladi. Undan qo'rqishga hojat yo'q. Ya'ni men bugun kirsamda, video darslik kursamda ertaga boshqa narsa o'zgarib qolsa, o'zgardimi? Javlon aka birinchi o'zlari sinab ko'radilar. O'zimiz sinab ko'rib, keyin sizga qanday foydalanish kerakligini o'rgatamiz. Bizda adminlar emas, ekspertni o'zi qo'llab-quvvatlaydi, o'zi bilim beradi. Sizga bonus sifatida savdoni topga chiqaruvchi workshop darsligiga 17 ta video darslikdan iborat bo'lgan, Azonda, Wildberriesda, Yandexda, Uzumda barcha marketplacelarda foydalanish mumkin bo'lgan, savdoni topga chiqarish mumkin bo'lgan workshop darsligiga bepul dostupni qo'lga kiritish imkoni bo'ladi. Mana shu potokda siz agar joyizni band qilsangiz yoki o'quvni boshlasangiz, workshop darsligini ham qo'lga kiritasiz. Xo'p, ikkinchisi onlayn mentorlik. Onlayn mentorlikda ham xuddi shu etaplari bor. Xuddi men sizga aytib o'tgan etaplari. Bizni ipidan 3 oy emas, onlayn mentorlikda 6 oy foydalanishga ega bo'lasiz. Onlaynda 3 oy foydalanasiz, 1 oy testoviy magazinda. Onlayn mentorlikda 1 oy testoviy magazin, 6 oy ipidan foydalanish imkoniga ega bo'lasiz va qolgan har bir aytib o'tgan etaplarim bir xil. Va plus savdoni topga chiqaruvchi workshop darsiga 1 oy, haftasiga 3 kun 1 soatdan jonli efir qilib, Javlon aka faqat sizni o'zingiz bilan ishlaydilar. Gruppovoy emas. Faqat sizni o'zingizga lichka yuboriladi, gruppani lichkasi, siz o'zingiz qo'shilasiz. Jonli tarzda sizda nima masalalar, nima savollar, nima bo'lyapti, magaziningiz qanaqa, nimadir yaratuvdingiz, tushunmay qoldingizmi, chala qolib ketdimi, Javlon aka 1 oy davomida haftasiga 3 kun 1 soatdan alohida siz bilan ishlaydilar. Bu onlayn mentorlik, ya'ni mentorlik bu ustoz shogird birga ishlash hisoblanadi. Aytganimizdek, biz gruppovoy olib o'tirib o'qitmaymiz. Uchinchisi azon offline mentorlik. Bu offline mentorlik, ya'ni offline yuzma-yuz o'tirib faqat siz bilan ishlash. Bunda ham 3 oy kursga dostуп, 6 oy ipidan foydalanishga imkon beriladi. Aytib o'tgan har bir imkoniyatlar bunda ham bor va plus sizga workshop darsligiga dostуп bonus sifatida 1 oy haftasiga 3 kun offline tarzdan ekspert siz bilan ishlaydi. O'sha 1 soatdan emas, o'sha 1,5 soat, 2 soatdan alohida ishlanadi. Savdoni topga chiqaruvchi workshop va plus praktika. Bir marta уже siz bilan borib, biz bozorni ko'rib, o'zimiz ishlaydigan postavщикlarning adreslari, silkalarigacha berib, bozordan qanaqa tovar tanlab olish kerak, postavщикlar bilan qanaqa gaplashish kerak, praktika amalga oshiriladi. Bu offline mentorlik. Sankt-Peterburgda bo'lsangiz, bu juda ham sizga to'g'ri keladigan kurs hisoblanadi. Xo'p, mana sizga aytib o'tgan imkoniyatlarim, o'ylaymanki, endi narxlar sizga qiziq bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Narxlari qanaqa, qay darajada? Men bugun sizga mana shu kuzatib turganlarimiz, o'qiyman deb shijoati borlarga zo'r skidkalar tayyorlab qo'yganman.
48 soat, ya'ni 2 kun amal qiladi. O'tgan safar Ramazon oyi uchun berilgan skidkalarni ham 1 soatga berdim, 1 soat 1 kunga berdim. 1 kundan keyin murojaat qilganlarga afsuski biza bermadik. Bera olmadik, chunki biz 1 kun berdik. Shoshilgan imkoniyatlarga erishib oldi. Sizga bu safar ham azon kursimizga onlayndami, onlayn mentorlikdami, ya'ni siz bilan jonli bir o'zingiz bilan ishlaydigan kursdami, offlayn mentorlikdami, ya'ni siz bilan kelib yuzma-yuz faqat Javlon aka ishlaydigan kursdami, qaysi tarifni tanlasangiz ham, biz bugun 10% lik chegirmalar berdik sizga. 48 soat vaqt davomida 10%. Agar sizda hozir 1000 so'mingiz ham, 1000 so'm pulingiz ham kistangizga qolsa, bu sizga plyus. Biz sizga 10% kistangizga qolishini tavsiya qilyapmiz. Nima deysiz? Narxlarga o'tamiz. Narxlar qiziq deb yozganlar bor ekan. Albatta zo'r narxlari qiziq. Demak, narxlar bilan sizni tanishtiraman. Rublda tanishtiraman. Rossiyadan kuzatayotganlar rublda to'lov qilmoqchidir va so'mda aytib o'taman. Bir narsani oldindan aytmoqchiman. Siz agar kurs uchun, masalan, qiziqishingiz bor, kurs uchun mablag' ajratyapsizmi? O'sha ajratayotgan mablag'ingiz sizga bilim beryaptimi? Siz ishoning, bu bilim siz 1 yil umringizning oxirigacha qoladigan narsaga pul tikyapsiz. Siz bugun, erta yoki 1 yilga tugab qoladigan narsaga pul tikmayapsiz. Siz miyangizda, tajribangizda bir umr qoladigan narsaga bir marta pul tikyapsiz va o'sha bir umr qoladigan narsa sizga har doim foyda olib kelishini unutmang. Men o'ylayman, bir xillar uchun kimdir ko'p deyishi mumkin. Buncha pulim yo'q deyishi mumkin. Kimdir hech narsa emas, men to'layman deyishi mumkin. Lekin unutmangki, siz bir umrlik o'zingizga qoladigan bilimga, bir umr sizga foyda olib kelish mumkin bo'lgan narsaga pul tikyapsiz. Kattakon rahmat hammaga. Savollaringizga o'ylaymanki javob berdim deb. Efirni kuzatganlaringiz uchun, bizdan informatsiya olishga qiziqib, informatsiya olganlaringiz uchun va g'oliblarni tabriklayman. Hammalaringizga rahmat. Siz bilim olganingiz uchun sizga rahmat aytmoqchiman. Chunki siz kuzatdingiz, siz hurmat qildingiz, kuzatdingiz va o'ylaymanki sizni hurmatingizni, sizni ketkizgan vaqtingizni biz zoya ketkizmadik. Biz sizni hurmat qilganingiz va ketkizgan vaqtingiz uchun biz sizga ortig'i bilan ma'lumot bera oldik deb umid qilaman. Kattakon rahmat sizlarga ham. O'ylaymanki efirdan keyin ham albatta odzivlaringiz bo'lsa, o'sha samimiy fikrlaringiz bo'lsa, olgan ma'lumotlaringiz uchun informatsiyalaringiz bo'lsa, kommentda qoldirsanglar, men har birini o'qib chiqaman, har biriga qarab chiqaman, juda ham xursand bo'lardim. Kattakon rahmat hammalaringizga. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Biznes boshlamoqchi bo'lganlar hech qachon yuraklaringizdagi olovlarni so'ndirmanglar. Har doim mana shu olovingiz boshlamagunizcha so'nmaydi. Baribir qilaman degan ishingizni qilishingiz kerak va oxirigacha olib boraman deb maqsad qo'yishingiz kerak. Natijagacha chiqaman deb maqsad qo'yishingiz kerak. Hammalaringizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Xudo xohlasa, yana shunaqa informatsiyaga boy bo'lgan foydali, jonli efirlarimizda yoki jonli offlayn kurslar barchamizga nasib qilsin. Ramazon oylari hammalaringizga muborak bo'lsin. Allohim keyingi yilda ham Ramazon oyiga qatorimizdan hech kimni kam qilmasdan to'la to'kislikda yetkazishda nasib qilsin.